Assalomu alaykum, hörmətli radio anlıqçılar. Erik Uyghur Radyosu'na hoş geldinler. Bugün radyomuzun 3. sani bop, yani destekli sınak şekillerden biri kur öttük. İnşallah bugün avaz cihetimi biraz yaxşı buludu dep qarayman. Aziz qarindoshlar, Erik Uyghur Radyosu erkin söhbet meydanı bu şekilde yolga chiqdik. Hiçbir şekilde ma'lum bir teşkilatga, ma'lum bir insonga yaqinchilik qilish yoki taraf tutish maqsadida o'tirg'i chiqmadik. Bütün Uyg'urlarimizning hammasining erkin söhbet meydanı bo'lsin. O'zaro shu ozodlik yo'lidagi, erkinlik yo'lidagi kamchiliklarni bo'layotgan nimada kam qilyapmiz, nimada to'g'ri bo'layotdi, shularni muzokara, suhbat qilish maqsadida açılgan radyomuz. Bugünkü 3. sanımızga Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi, Amerika'daki Alim Sitov efendimni şu söhbetimizge teklif kıldık. Tövende Alim Sitov efendimge avaz olap, Alim Sitov efendim bilen naq meydandan birlikte bir neçə xil sual cevap şekillik Alim efendimning özünün içideki yürek sözlerini xalqqa anlatıştırışımız. Diqqətinizə radyomuzda bolsun. Alo, assalamu alaykum. Alaykum assalam. Alim aka, qanday ahvolingіз, yaxshimisiz? Yaxshi, qanday Abdurahmon o'zim yaxshiman. Yaxshi. Alim aka, hozir men shu Uyg'ur Radyosu'dan telefon qilyapman. Siz bilan bugün 3. sanimiz dastlabda shu erkin suhbat maydoni shaklida boshladik hozir. Biraz sınaqlardan o'tgandek bo'ldi ovozlar, nimadan albatta imkonlarimiz yetkinice qilishga tirishdik. Alimka, siz bilan men bir savol shaklida boshlasam bo'lmasa. Bu yaqindan buyon vatan ichida naytjiq vaqalar yuzurib ketayotdi endi. Buning hamda sizmi o'zi yildan buyon hozir Mushtavanın oldida ketib borsiz. Sizning ko'z qarashingiz, yani bu vaqalar nima deb bunday ko'payib ketib bordi? Bularning sababini nima deb qaraysiz? Bizning vatanda albatta yaqin şu 2-3 yıl mabeyinde, yani şu 2009 yılı 7. ayının 5'deki kanlı kırgınçılıktan keyin Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshiligi ham bo'lib, Xitoy hukumatining şu keng ko'lamda siyosiy bo'lib diniy jihatga bostirishlarga qarshi noroziligi bag'asi kuchaydi. Ham Xitoy hukumati şu 2009 yılı 7. ayının 5'deki kırgınçılıktan keyin bu Uyg'urlarning yana yeni barkan. Bular biz o'ylagandek tugimabdi bular. Bularning yana bizga qarshi turarligidek kuchi barkan. Shuna bularni biz tal to'kis, yiltizdan yo'qtib, şu Xinjiang degan, yana yangi bitim olgan zimin degan, yana mangu o'zimizning bir qismi qilish uchun bularni yana keng ko'lamda siyosiy, diniy, madaniy va irqiy jihatdan bularga ziyonkashlik qilib, mana ikimiz ishkirki Xitoydagi ishsiz Xitoyning keng ko'lamda Xinjiangni taraqqiy qildirishda yordam qildirgan bani bilan millionlab Xitoy ko'chmanlarni ko'chirib akirib, Xitoylarning sonini Sharq Turkistonni ko'p sonli qilib, Uyg'urlarni o'zining ona vatanida oz sonli millat qilib, bularning Xitoylarga qarshi turgan kuchi butunlay yo'qdir. Bu yani özümüzün bir kısmı qoldi degan maqsadda shu planlarni yurgizganlik uchun Uyg'ur xalqimizning Xitoy hukumatining zo'ravonligiga, ziyonkashligiga chirg'udak olib qolmadi. Ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga qarshi turishga majburlab, ya'ni Uyg'urlarni so'rab chiqdi oxiri. Uyg'urlarni bizda pichoq go'shtini o'tib so'ng taqash deydigan so'zimiz bor. Bugünkü vaziyet neymiş bir vaziyet?
Bu Xitoy hukumatining bu siyosatlari sababidan endi Uyg'urlar 1949 yildan tortib hozirgacha 65 yil mobaynida tekshirdi. Bu günlerni ötesinde yaş günler aldığınızda bu Xitoylama adam bu onsendanma endi bu yaman boğuna bilen bir gün olmayı bir gün siyaset özgüreydi. Kuyabağındaki adamlığımı çıkan bu. Bugünü kılması kıla. Bir gün olmayı da naydı berdaşlıkla çiramcılık bilen bu Xitoy hükümetinden hem Xitoy halkıdan mı bunu küttü. Ama 65 yıldan yatıp bilinirken o bir tarihi paket Uygurlarning vaziyeti günden günge naçarlaşmadı. Uygurlar hazır bir yo'qolish oldida, bir millat sifatida halokatga yuzlanish oldida turmoqda. Bu Uygurlarniki o kutgan, orzu qilgan, bu kunlar yaxshi bo'lsa, bizni erkinlikka erishimiz, Xitoy bir kuni bizga avtonomiya berdi, bizni yana o'zimizdan faxrlanib yashaymiz degan orzu umidlarimiz tag'in bir hamxiyolga aylanmoqda. Onundan sonra Uygurlarımız şu ağzıç aldap gelgen milli münafıklar desek Abdum Ray'ın reisi Nurbekir'den tatı acı yerler boğan pişak yerden başladı yani bunun başladı deyilgan Xitoy üçün cenini fida kılıp özünün yaki ailesinin şəxsi menfaat üçün şəxsi Türkistan'ın devlet menfaatini hem Uygurlarının milli menfaatini xəşrət kilip Uygurlarını aldap gelgen şu bir uçum cinayetçiler sütünün Uygurların günü muşkunga kaldı hem bağlansınlar çalışmadı. Şu an şu umum yüzlük sebeplerin hazır Uygurlarının çıdıgısız bir halette boğanlık için hem ümit ne Xitoy hükümetinin boğan ümidini yok atkanlık için hem de bir ümidken Xitoy hükümeti geldi, Abdunam Bədok dedi, onu Bədok dedi. Emniyette Uygurlarına gilgir koluda bağ, yer, mülk, cay, hemen hepsini kademe sistemalık alda bulap, kalan araç kılıp, şekilde öngörde yaşaydıran Xitoy mamurlarını takip ettirip, kulağını hocayın kılıp, Uygurlarını kul kıldı. Şununla bu çıdıgısı bu halette, elbette Uygurlar'a okşaş bir millet, erkanda bir baskınç güçke, erkanda bir mustemlik güçke, erkanda ulan yoktunuz diyen bir güçke karşı durdu. Şu karşı durmadı bu şuna. Rahmet Almaka. Bu çeteldeki umumi Uygurlarning muşu davadaki hazırımda vatanda davatımız her gün kan yığılavatı davatımız körevatımız bunun haberlerini, videolarını elbette özümüz berip köremmisek mi? Çeteldeki Uygurlarning muştavadaki rolünü siz nimelerni qilish kerak deb o'ylaysiz? Nimelerni kutisiz? Hemmeyle çokum bayrakını koluga elish kerak. Muşu vaqtning o'zida andın dava aldığın mağdu deb qaramsiz yoki muşaqda sizning fikringiz nima bu çeteldeki umumiy Uygurlarga nisbatan? Bugünkü devir Uygurlarning tarixidagi en qarang'u devir bu hozir. Uygurlar burun endi bu Xitoy kommunistlardan burun Xitoyning Gomindan deymiz millatchilar bir mavjud bizning vatanni hukm surgan bo'ldi. Undan burun manjular bo'ldi. Bunun ilgirini desek Moğollar Chingizxon askarlar besib bir mavjud yatdi. Ama o Moğollar bilan manjular Uygurlarni besib yatgan vaqtida hech qachon Uygurlarning madaniyatiga, Uygurlarning diniga, Uygurlarning urf-odatlariga, Uygurlarning kimligiga, yani Uygurlarning Uygur bulup mevcut bo'lishga qarshi to'g'ri yo'qlar. Yani Uygurlarni assimilyatsiya qilib yoki qirg'inchilik orqali butunlay bu yer sharidan yo'qdimiz degan planni hech qachon tuzmagan, unda qilmagan. Gerçi siyosiy jihatda kontrollikni qilgan bo'lsa-mu, ammo qolgan jihatda yana Uygurlar o'ziga tashlab qo'ygan. Yani o çağda Uygurlar yani özünün diniga qilib, o'zining madaniyat ishida 12 muqamni yetib, meşrep qilib, to'y to'kun, hamma narsa burunqidek o'zib ketib mangan. Bugungi kunda saqal qo'yishmi jinoyat bo'ladigan, yog'liq chekishmi jinoyat bo'ladigan, mechit kirsimi jinoyat bo'ladigan, nima qilsa Uyg'ur bo'lsam jinoyat bo'ladigan bir vaziyat shakllangan yo'q. Bugungi kunda bo'lsa Xitoy hukumatining
qap-qara niyeti bo'lsa, Uyg'ur degan millat yo'qdir. Butunlay yo'qdir. Bu yo'qitish deganda o'ylabki atalmış kuchli razil kuchlar emas. O'lgunchi, terrorchi yoki diniy radikal kuchlar. Bu Xitoy hukumati avval albatta o'zi mushatgan Uyg'urlar yo'qdi. Qolganlarni aldaydi qolgan. Bo'lib bu o'ylabki Xitoy hukumati tarbiyalagan qizil parcha Xitoyparast Uyg'urlar yoki Uyg'ur kadrlar, Uyg'ur diyallarni ularning beshini silab turib aldaydi. Sizlar yaxshi, mana eski, mana yo'qolsa, sizlar yaxshi kunni ko'rsizlar. Sizlar Xitoy bilan birlikda tinchlikdan yashaysizlar degan tushunib. Ama hakikaten Uygurların işini bundan tushib ko'rayotgan Uyg'ur ziyolilar, Uyg'ur bir qism kommunistlar, Uyg'ur munofiqlar jiq qoldi. Voy deb, bu Uyg'urlar jin tug'anmasa, bu chet eldagi da'vo qilayotgan Uyg'urlar kim tug'anmasa, bu dunyo Uyg'ur xalqidikilar, bu Amerika Uyg'ur birlashmadikilar va boshqa Turkiya bilan, O'rta Osiyo bilan, Yevropa bilan, Avstraliya qolgan davlatdagi bu Uyg'urlar chet ellik ish chiqarmagan bo'lsa, bu shu deydi ularning, bu Şinjan'dagi Uyg'urlarga baxtli o'tgan bo'ladi, tinch o'tgan bo'ladi, bu yerda bu masalalar chiqmagan bo'ladi degan xato tushunch. Amaliyat bunday emas. Xitoy hukumati boshda Xitoy hukumatining razilligiga qarshi mushatgan hamma Uyg'urni joylab qo'ygandan keyin qolgan Uyg'urlarni bir-birlab o'chada Uyg'urlar ojiz qoldi. Texnik yo'qdi. Hatta vakti kesin Yorbekli'de bir insanın Xitoy birincilab yoktu. Çünkü o Xitoy hükümetinin bir deklaran içti. O şu anda Uygurlarga avuşu dışında avuşu işlerden bir yapışar kişi. Anerkin o 2009 yıl 7. ayının 5'deki kırgınçılık gördük. Bunun da Xitoy'nın askerleri Uygurlarını tutup öldürgen çağda bu Mao Abdurrahimov hükümetki Kompartiyanın a'zosining bolasimi? Ya kadrning bolasimi? Yoki baqqalchi janobdan kelgan baqqalchining bolasimi? Bu deb hech ayrig'i yo'q Xitoylar. Uyg'ur kelgan Uyg'urni ata bo'lib, u hamma Uyg'ur Xitoy hukumatining dushmani o'kildi. Bu ata-onasi o'ndan uchun 30 yil emas 50 yil sadoqatlik bilan xizmat qilgan bo'lsin. Ham bo'lsin. Bütün vücudu bilen Kompartiyasının icatkarımızdan etiqat kılan Uygurlar olsun, Ayşlanın farzandlıktan tatip yok etti. Şu an bu yerdeki mesele hem Xitoy hükümeti hem Uygur'un öz olmuş bundaydı. Ben plan, başlamış kötege Uygur'unu caylar, anikin kalan cim doğanı yoktur. Bunu işkin dünya uruşu da, bu şu Hitler Germaniyasını şunda kılan. Bu yerde nihayeti dağınlık bir German var onun yazan. Ama aynı vaxtda Hitler'in bu Nazi, faşist rejime karşı duran. Lakin onun degen bir dağınlık sözde o Hitler'in Gestapo'nun adamları geldi deydi. Yahudilarını tutuklaydı. Ben Yahudi emas dedim. Ular Yahudini tutup getirdi. Anikin Gestapo'nun adamları geldi, Siganlarını tutuklaydı. Ben Sigan emas dedim, Siganlarını tutup getirdi. Andaki o Gestapo'nun adamları geldi, komünistler tutuldu. Ben komünist emas dedim, ularını tutup gitti. Sosyalistlerini tutup gitti, onu tutup gitti, bunu tutup gitti dedim. Ama en ahırda ben yalnız kaldım. Amerikan Gestapo'nun adamları geldi, beni tutup gitti. Hazır bizim Uygur'un vaziyetimiz yok. Nurgun Uygurlar oylaydı ki, benlem saqqalsam, benim ailemlem saqqalsa, ama koşunu Uygur'unu açıp atlamdı, öldüremdi, bastıramdı, bu benim işim emas deb qaraydi. O vatanning ichidagi Uyg'urlarning emas, vatanning faqat nurg'un Uyg'urlarning ishi. Voya, men Amerikaga chiqib oldim, Yevropaga chiqib oldim. Mana qanaqangi ishim bo'ldi, katta endi bu. Gapirib yurib, Xitoyning mushitini namoyish qilgan bu Uyg'urlar. Ishim bo'ldi, pasportim chiqdi. Endi bu yerda bir jambaqdan xizmatim bor. Qo'sqim to'q, asmon pichoq etib, gapirib jumsini jim berib, jim qaytib keladi. Ayakta bundan yaman bulmay. Ayakta ma Uygurluğuma ödep koyuyor. Bunda yaştan, kimden rahatını görme. Dep bunda xiyal bulgan, bunda tuş görüvatkan. Uygurlar onun için nurgun ziyalılarında chet elde özünün namını çıkarmanda.
Bizning vatandagi Uyg'urlarga o'zini ajoyib cho'ng ziyodalab to'lishtirib, haqiqatan ham u yoqqa yomon bo'lmaydi, ham bu yoqqa yomon bo'lmaydi deyapman. Bu quruq obro' uchun shon shuhrat uchun bo'lishib yurgan insonlar jiq. Ammo Uyg'urdek bunda beşine bir kun tushgan. Ya'ni bir hayot ma'lumotga duch kelgan. O'zining mavjudligi tarixda eng qattiq bir taklif ostida tushgan bir millat. Umumyüzlük uyg'unib, o'zining dushmaniga qarshi o'rtaq kurash qilish kerak. Bu yilgi teknik chiqqan 4 Uyg'ur tashkilotidagi 5 Uyg'urning lamshanas bu. Sharq Turkistonni ozod qilish, Uyg'urlarga o'rlik olib berish. Bu degan bir millatning da'vati. Bir millatning da'vati degan bu bir millatning da'vati. Bu deganim nima bo'lsa? Va shu bir millat o'zini qutilish kerak. Bir yerda chiqib vaqirayotgan Uyg'urlarga vakillik qilayotgan tashkilotning odamlarning majburiyati emas. Bu qolganlarmi Uyg'ur, qolganlarning majburiyati bor. Ammo albatta qolganlarning hammasi jalchun bo'lib ketish, natoyin, jal tarkibak, qo'yib qalas ketish natoyin, ammo ularning moddiy va ma'naviy jihatda yordam qilish majburiyati bor. Masalan, o'sha Xitoy Kompartiyasining o'zini misol qilaylik. Mavzun degan Xitoyda o'qimagan qatnashchilar Xitoy. Ammo uning atrofidagi normal odamlar masalan, Deng Xiaoping deydi, Zhou Enlai deydi, yana bir qanchalar deydi. Ba'zilari Sovet ittifoqida o'qigan ularni. Ba'zilari ular Deng Xiaoping degan Xitoyni hatto o'sha Fransiyaga berib o'qigan men ila qilmayman borgan Fransiyaga. Bu berib yerda Xitoyning qachib yurdim ya ancha o'qidim. Ama şu çağda Xitoyniki inqilobiy bo'lganda qaytib kelib, men shu vatanimni ozod qilaman deb, mayli kommunizmdagi razil bir yo'lni tanlagan bo'lsin, ammo Fransiyadan qaytib kelib, shu o'zining davlati uchun kurash qilib, keyin analikin, Mavzundan keyin Xitoyning raisi bo'lib, Xitoyning bugungi kunda bir Xitoydagi bir davlat bo'lishiga sababchi bo'lgan Xitoy. Shu Deng Xiaoping degan fakat bu chetlarga chiqib, men yana doktor bo'ldim, yana olim bo'ldim, Xitoylar meni cho'ng bilinglar deb baqirib yurgani yo'q. Bu qaytib kelib, Mavzun Xitoyning teshida mo'rin kerak. Ashada kommunistlar bilan birlikda Yaponga ancha-muncha qarshi turdi, ammo Mavzunni afi Sovet ittifoqining yordami bilan yo'qdi. Bugungi atalmish Xitoy Xalq Cumhuriyeti'ni kurishda bir rol o'ynaydi. Endi bizning Uyg'urlarimizning endi ilgari chetlarga chiqqan Uyg'urlar asosan chetlarga chiqqan Uyg'urlarimiz shu Turkiya, O'rta Sharq, Saudiya degandek davlatlar. Bu g'arb ellarga chiqilsa ham 20 yil oldiga aynan bo'ldi. Endi g'arb ellarda Turkiyada degandek hozir Uyg'urlar bolansiri ko'payyotir sanki. Endi bu chetlarga chiqqan Uyg'urlar, endi shu jon boqaman, o'zimni saqlab qolaman, bu da'vodan nega turman desa, bu vatandagi Uyg'urlarning umidi shu chetlarga Uyg'urlarda. Chunki u yerda hozir bir nima desam aytib qarab o'tirdi hozir, uni ish qilaveradi yurishda. Endi bu chetlarga Uyg'urlar qo'rqib, stres, Xitoyga yomon bo'lmaymi deb, bu tashkilotlarning nega turmadi? Amanda tutam Xitoy meni jim qo'yamki, ota-onamni jim qo'yamki deb tush ko'rib yotsa, albatta vatandagi Uyg'urlarning vaziyati nacharlashadi. Xitoy hukumati Uyg'urlarni xohlagancha izolaydi, bostiradi. Chetdagi Uyg'urlarning ovozi bahozir bo'sh bo'ladi. Yana bir avlod Uyg'ur chiqib Uyg'urning da'vatini ilgari surmasa, bu chetdagi ovoz bahozir bo'shatibdi Uyg'urni. Chetdagi ovoz bo'shgandan keyin xalqaro ovozi Uyg'urlarning masalasi jiddiy bir xalqaro masala bo'lib shakllanmaydi. Jiddiy bir xalqaro masala bo'lib shakllanmagandan keyin xalqaro Uyg'ur masalasiga bo'lgan ko'ngil bo'lishi ojizlashdi. Ojizlashganda Xitoy bundan rozi bo'ldi, xush bo'ldi. Shuni bahona qilib Uyg'urlarga qaratgan jankashlikni bahona qilib kuchaytirdi. Atrofda Uyg'urlarni ya'ni yo'qotish ham joylash fursatiga bahona qilib ega bo'ladi. Shuningga bu bugungi kunda bu Uyg'urlar umumyuzlik bu Xitoy hukumatining bu bir ayniqsa qarshi turish kerak. Chunki birinchisi bu Xitoy hukumati bir razil bir hukumat.
İkincisi, Xitoy hükümeti Uygurlarni o'zining eng chong düşmanı deb qaragan bir hükümet. Uygurlar bundan çoxunupmu, Mao'nun haykali çoxunupmu Xitoyda yaxshi bo'lamaydi bu kunda. Nur Bakır'ı yaxshi bo'lamaydi vatandaşlar. Bunda bir vaziyatda Xitoydan umid kutish, Xitoyning razilligiga bilan qarash. Ham Xitoy hukumatining Uygurlarga qilgan ziyonkashligiga ko'zni yumbilish. Ham o'zining jinini beqishdan boshqa narsani o'ylamaslik bu bir insonning faqatlam bir razilligi ishlashligini ifodalaydi. Bundan boshqa nima ifodalaydi? Albatta, o'xshash bo'lmagan odam, o'xshash bo'lmagan darajada bu da'voga to'kib qo'sha oladi. Ba'zilar cho'ponchaplar maydon chiqa olishmaydi. Unda qilmaganlar keynida ma'naviy jihatda, moddiy jihatda yordam qilish majburiyati bor. Bularniki bu da'vo qilayotgan insonlar, da'vogarlar, bu da'vo to'g'risida ularga qarshi gapirgan, ularni yomon deydigan, ular to'g'risida tergov taqdirgan, g'ayvat shikoyat qiladigan, sorunlarda mushtaga qilgan, Xitoy akamni yaxshi bo'lamdimikin, qaytib qolsam menga manfaat beramdikin degan bu insonlar endi to'g'ri niyatli insonlar emas bu. Mayli o'zi halok qilsin, mayli qo'rqib desin, bu insonlar to'g'ri niyatli insonlar emas. Shuna bunda bir vaziyatda endi bu faqatlam bu da'vo qilayotgan Uyg'urlarning uruqarlarida Xitoyning tajribaga ziyonkashlik uchirdim yo'q. Bu butun Uyg'ur degan millat uchradi. Ay G'o'zandonning G'alchimdirning avlodi uchrayotdi. Nurbekrining avlodi uchrayotdi. Atom rayoniki o'sha soqchida bexatarlikda ishlaydigan hamma Uyg'urning avlodi uchrayotdi. Ta'kidga. Chunki mana da'vo qilayotganning avlodi yo'qolsa, alning avlodini yo'qladi. Ular Uyg'ur. Endi ular o'zi balki qo'rqinchoq bo'lishi mumkin, balki shaxsiy manfaatni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Shunday qilsa, jahon bu shu. Xitoy hozir yo'qolib ketdi. Xitoy kuchanib ketdi. Xitoyga biz qarshi tura olmaymiz. Xitoyga bir kelsa, dengizda qulab ketdi. Aynan kirib Uyg'ur degan yo'qolib ketdi degan shu mag'lubiyat nazariya bilan, shu tushkunlik nazariyasi bilan biz chuqurlikda Uyg'urlarni setib, tashlab Sharq Turkistonning har bir faizini Xitoy ma'murligi attirib, Xitoyning to'rtdangi pulini elib, o'zini xotin-bolalar bilan yaxshi kun rohat kun kechiradigan bilan bu kunni kechirmaydi. Bu olamdan kechirmaydi, olamdan kechirmaydi. Bu hozir vaziyat bahosida makamlashmoqlikin bu yaxshi qarab mangmaydi. Shunday vaziyat shunday mushkul, shunday jafoli. Bu bir. Ama Uyg'urlar bundan unda endish qilib, unda qo'rqib ketishning hojati yo'q. Chunki birinchisi bu Uyg'urlarning da'vosi mayli Xitoy hukumati qanday hamlasin. Bu bir haqiqiy da'vo. Bu degan bir razillikka qarshi, mustamlikaga qarshi, bosqinchilikka qarshi o'zining vatanining ozodligi, o'zining xalqining erkinligi uchun kelib berilayotgan bir buyuk da'vo. Buningdek ulug' bir da'vo bo'lmaydi bu dunyoda. Buningdek ulug' bir ish bo'lmaydi. Masalan, Amerikaning prezidenti Obamani desak, shu Amerikaning shu bir mustaqil bir davlat bo'lib chiqib turishi, Amerika xalqining erkinligi uchun kurash qildi ashada. Dunyodagi eng bir muhim bir o'rinda ish qilayotgan davlat. Buningdan so'ng Yevropa bo'lsin, qolgan davlat, hamma davlatning raislarning birinchi vazifasi shu. O'zining davlatining bir territoriya tutumligi, o'zining xalqining o'rligi, erkinligi, sabit uchun kurash. Hatta Xitoy hukumati biz shuning uchun kurash qilamiz deb o'zining qonuniy o'rnini ishlab turdi. Hatta nima qilmaydi? Biz Jungoning territoriya tutumligini qo'llaymiz deydi. Hamma yerda chiqadi. Anin kim Xitoy xalqining, Jungo xalqining manfaatini qo'llaymiz deydi. Xitoy hukumati shuni deydi. Demaslar. Shuningga endi Uyg'ur Lanen de özünün erkinlik üçün, özünün hürlük üçün, özünün her hukuk üçün kuraş kılışından artık ne iş var bu dünyada? Bu bir uluk iş bu bir. Bunu kılış gerek. Bunu korkmaya kılış gerek. Yani bu Uygur halkının halbini elbette 65 yıl dünyada Xitoy hükümeti nihayet mucib etti.
yer saati oldu deymiz. İlgirler sekreş oldu deymiz. Medeniyet inkılabı oldu deymiz. Keyni-keynidin. Ananikin 11. sınıflarını bağını kılıp Uygurlarını keyni-keynidin bastı deymiz. Ama Uygurlar onundan hem de tügüdü, yok oldu. Hem de Xitay yoğunat gitti, biz tügeyden bulduk. Hiç ümitsizleşinin acıt yok. Bu dünya hiç kaçan Xitay Kompartiyasının iradesiyle aylanmaydı. Ama yer şarını bu yaşının etrafını bu Xudanın iradesiyle ayrıldı. Bu Gomten'den peyda bulundu ki 60-70 yıl oldu. Soğuk ittifakı bu bir 73 yıl mevcut bulup hüküm talkan bulup gitti. Şu devirde, bu Soğuk ittifakının devirde bu Amerika mı, Avrupa mı, Kudüs Soğuk ittifakı mevcut devamlı işlediklerinde şundak boylanan. Ama o bundak olmaydı. Bu rezil bir hakimiyet ama yok oldu. Rezil bir müstemlikçi, bir baskıncı amen halak oldu. Şundan Uygurlar o Xitay yoğunat gitti. Xitay'nın sanici, Xitay diyen andak işte acip yok. Xitay tarihten bu yan bir kokancaktan bir hak. Şundan o tabiçin süpürünün söyle bayadı. Hakmat olsayınızda açık girmeyi yazsan o tabiçin süpürünün. Dünyada işgalinde kalan millet onda bir hamsilik bir devletten boğan şekilde onda akıllı yok. Bu fakat Xitay milletinin noçluk emez. Bunu kokancalığının şifatı olur. Bugün gün katsak mı özünüz bilmez. Xitay fakat koldaki koralıyla noç. Uygurlarının kalısı tanılap durup noç bulup çıkardı. Koldaki koralı bulmasa yalnız kokap yakınlardan gelgen bu süyatta çıktı bu kat. Bunu biz ilgiri köydük. 69. yılda Soğuk İttifakı Xitay hücum kılınır diyen çağda Xitay'la bizim vatanını taşlap hem kaçarken 79. yılda Xitay hükümeti Vietnam'dan vuruşkan çağda Vietnam'ın vatanını çıkarırken o çağda aniki bizim vatanını Xitay'ın yani Soğuk İttifakı kokap yani kaçarken yani bir vaziyet özgürse bu çıkırdığın kegen Mangur Xitay'la kanda kegen bu şunda çıkırdı. Bunu Uygurlar qoğlaş gerek emez. Hazır mı o görüp atmış yani Beycan'dan ötken yıl Beycan'dan maşını sokmuşlar tersi oldu. Hani ki kündüm Poyistan ağraka oldu. Bunu Uygur kıldı mı Xitay kıldı mı yine kandan sonra Uygur katıp kodan bile. Ürün içinde yakında partlaş ve tersi oldu. Bunun deyin ki bu şu sebeplerden ki nurgun Xitaylar mesela bizden vatanına kelgen uzun tuğan pul tapkan yolu var Xitaylar görüp dünyanın verdiği naça bunun ki şu Palestin'e okşaş bir yer buludu. Hatta tapkan tağidimini götürüp şikirde loja rında verip aşağıya kayıtıp verip asla cinini bakaydı. Bizden vatandan kelgülemlik kalışlar Xitaylar gidiyordu. Ama yanının gelip Mangur Xitaylar Xitay hükümete kelgen işçiler o da işçiler bilmeyi bu senden bir öğü verdi, hizmet verdi, yaşayan kişinin diye hodifanda kevat. Ama vaziyet bir özgürtün, o çıkıyordu bu Xitaylar. Yani bir mühim narsa, Xitay hükümetinin şu Xitay'ın bugünkü atanmış teritoriyası, hani Uygurlarga qaratgan ziyan keşfiliği en güçlüdür, en vahşi. Bunun sebebi nima o desa? Bunda Xitay hükümeti Uygurlardan qo'rqqanlik uchun mushtaqor. Agar Xitay hükümeti Uygurlardan qo'rqmasa, Tunganga o'xshash tashlatadi Uygurlarni. Nishag'a borsa Uygurlar deb berib ko'rib aqsi bo'ldi. Bu yerda diniy ziyonkashlik, diniy bilimi yo'q. Tunganga tet qalbisini saqlab o'stirib yurdi, sallisini yegan ayollar yosh Arab ayollarda chigib yurdi, u yerda chatigi yo'q. Mechitlar nima xohlagan narsani so'zlab yurdi u yerda. Chunki o Xitay hükümeti onlardan köçüp gitmeydi. Ama Xitay hükümeti biledi ki Uygur'un oğan balılığını, Uygur'un noçılığını, Uygur'un cengivarlığını, Uygur'un kola koral çıktı, Uygur degen kanda köreç kıldırganlığını, Uygur'un kola koral çıktı, bugün Xitay'ını Şarkı Türkistan'dan soğuk git, koğlap çıkıp eterlerini Xitay hükümetine ayda ondan biledi. Şununla rınkın bir avaz çıkıp tat itilip Uygur'un neymiş kolar ezil küç eydiğen yeriş. Şu an Uygurlar onda çöçek geçişten acıt yok. Ama Xitay'ın hazırki nimelerin bu arada verdiyetin özgürleşleri mi şu? Xitay işte Şincan'da bukunluk der. Şi Jinping'in ama hiçbir şart aldı da bizden vatanına özü için ziyaretini taşkayla verip mandaklanı değiştirse
şu Şərqi Türkistanın vəziyyətinin nəhayət köçkənliyinin to'liq ifadəsidir. İlgari Xitoyning raisləri bizning vatanda bir cho'ng bir ish chiqmoqchi bo'lmaydi bular asalda. Masalan, Xujinstonni olsak 7 ayning 5-ki qanliq qirg'inchilikdan keyin Xitoy keldi bizning vatanga. Shunda bir cho'ng fojiadan keyin. Ammo Xi Jinping bunda bir cho'ng fojiadan keyin kelmadi. Bu faqatla Şərqi Türkistondagi vaziyatning shunchalik nacharlashib ketayotganligini Uyg'urlar davomli holda Xitoyning soqchixonalariga, hukumat binolariga, u yerlar yana Uyg'ur Xitoy uchun ishlayotgan milliy munofiqlarni kayni bunda o'ldirilsa, hamini bu Şərqi Türkistondagi vaziyat jiddiyleşib, u yerga ko'chib kelgan Xitoy noktasini yana bexatar etmay ortga ketganligini kelgusida Xitoy hukumati bu Şərqi Türkistonni yo'qotib qo'yib, bu yerga mustaqil davlat bo'lib ketganligini bilganlik uchun qo'rqib bu Xi Jinping keldi. Hem ayette özünün askerlerine ular dişini kırtagicha yo'qdinglar chiqinglar hazillik kuchtigan aşk ko'chilayotgan chashqan o'xshash ham yo'qdaylik deyish kerak dedi. Uning zid Xi Jinpingning so'zida bu Uyg'urlarni mana degani hamma Uyg'urni da'vatida bo'ldi. Xi Jinping degan davlatning raisi bo'ldi. Uyg'urlarni buning da'vatini bir taraf qilishning usuli Uyg'ur bu xuddi ayni vaqtida o'sha Japonlarga qarshi turgan bir Xitoyning qahramonini yerga turib, bu aşında qarshi turish kerak dedi. Yani Uyg'urlarni chetdanlik dushman, yani Yaponga o'xshash bir dushman, ularni biz shu ko'chada yugurib yurgan chashqanga o'xshash yo'qotishimiz kerak deb o'tgan. Bu gapni qilgan yerda Nur Bakri degan Uyg'ur munofiqni qishida. Bu obdan tushunib uni da'vat qilgan. Agar vaziyat o'zgarib, bu ishlar bo'lsa, milliy munofiqlarni Xitoy birinchi joylash mumkin. Bunlarga. Shunaqa bu jahon menga bu Xitoy deganda bunda bir dunyo bo'lmaydi. So'z farqini yo'qlab 16 parchasini ketgan. Bu Xitoy bo'lgandan menga bu dunyoni boshqa bundan turmaydi. Bu faqat tashviqot. Bu faqat aldamchilik. Shuna Uyg'urlar uning ishida bu turg'ulsan go'zandanlarkan, o'lsam go'zandan bo'ladi, navram chavram avlodimning hammasi go'zandanning qo'lida bo'ladi deb o'ylashning ishojiki. Go'zandanning 4 kunlik qoldi. Endi bu Xi Jinping degan nurg'un analistlar taqdirchilar hatta Xitoyning o'zlarini deydi. Bu eng oxirgi bir kompartiyaning hokimiyati eng oxirgi bir rais. Bundan keyin kompartiya yo'q bo'ldi. Chunki Xitoyning Uyg'urning Şərqi Türkistanın vəziyyətlərinə nəsibətinin buna ait načar. Şükürdümə, hər günə degəldək kən dönəmlik namayışlar bu vaxtda yekimliyə qarşı. Ondan sonra Xitayının iqtisadi həm də çöküşü xarablandı. Şimdi bu Xitay kompartiyası uzun davamlaşamaydı. Bu aman yok oldu bu. Bunun orada ya Xitay kompartiyasının yolu ya heyvendeki Gomindan oluşaşa bir özünü ıslah kılıp, bir demokratiyada kubulu kılıp, Xitoyni asla demokratiyaga shu yo'lga qarab boshlanish kerak. Ya bo'lmasa Xitoy soatni siyosiy tarafni qilmay, ya'ni kunida odam o'tiradilar, multiqni haqtanlar turib Uyg'urga tiybatga o'zining Xitoy xalqini shu bostirishlardan bitiribsa, buni yana mavzun o'xshay bir Xitoy chiqib ya'ni jiddiy ham harbiyni birlashtirmada degandek kolonizatsiyalar devishini chiqib yuritish mumkin hatta agar istiqomat qilsa. Chunki Xitoy hukumati kompartiya o'zining vaziyatining qanday nacharligini obdan biladi. Chunki bu dunyo hech qachon Xitoy kompartiyasining yaratgan aylanmaydi. Bu yaratuvchi Xudoning yaratgan aylangan deydi. Shunga bir Xudoga bir yaratuvchiga e'tiqod qilgan bir millat ümidini unda yo'qotmaslik kerak, ümidini bu Xitoy hukumati qo'ymaslik kerak. Hem Xitoy hukumatining tashviqotiga aldanmaslik kerak, hem Xitoy hukumatidagi bir ateistik bir dinsiz bir hokimiyatning unchlik bo'lib ketishining hech hojati yo'q. Rahmat Alimka, siz aytgan saatlarni o'qildik. Bir 10 minut bir vatan haqida bir naqsha musiqa qo'yamiz. Ondan keyin sizni yana muhim so'raydigan yana bir savolim bor Alimka. Siz bir 10 minut aramaya o'g'ashtiring. Bu naqshadan keyin endi siz bilan qayta bir yakalsak. Oldu.
Endi bildim qadrini ata. Talay sevda düşüp bişimga. Endi bildim qadrini ata. Talay sevda düşüp bişimga. Eski geldi balilik hayat. Kelgen çağda balam kışımga. Eski geldi balilik hayat. Kelgen çağda balam kışımga. Mükçeygende can atak edin. Kırılıktın körgen ikenmen. Mükçeygende can atak edin. Kırılıktın körgen ikenmen. Endi bilsem yelkende tağını. Yüdüp ata yürüyen ikensen. Endi bilsem yelkende tağını. Yüdüp ata yürüyen ikensen. Balağımı balaken ata. Tirikçilik gemleri andın. Bu turmuşnun kaygı dertleri. Toy kızar iken bezde candım. Bu turmuşnun kaygı dertleri. Toy kızar iken bezde candım. Emdi yettim kadringe ata. At bulup yaşamak teskin. Duayını almasa bala. Onu aman baskının nesken. Duayını almasa bana. Onu haman baskını nesken. Onu haman baskını nesken.
Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Men kumul diye aylinip çıksam hiyalen bu seher. Kaygıda kütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kaygıda kütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kirsenlar güdekler un dökülmenlar likin ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Bak kirsenlar güdekler un dökülmenlar bugün ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. May sumbul cim buluşsa veciket güzdün dimem. Nevkırallar ketti uçup şunla aşkı bostan azıdar. Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını. Baktı hasret ilkide bağrıydı kankan azıdar. Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını. Baktı hasret ilkide bağrıydı kankan azıdar. Baktı hasret ilkide bağrıydı kankan azıdar.
yandı bize düşmez gülhan Vatini sen mukaddes benim bağrım Vatini şan şükredem benim bağrım kalbimde min var dar bizge bu can günlerini kazan dilimni bastı güllerini kazan dilimni bastı Vatini sen mukaddes benim bağrım Vatini şan şükredem benim bağrım Göklerde düşmey armağan Çireklerin düşmey armağan Elimize büyük mersen Bizler umutlar zaman Vatinim sen mukaddes benim bağrım Vatinim şan şükredem benim bağrım Assalamu alaykum alimka. Birdam mushu vatan millat haqida bir ishki naqsha xalqimizga taqdim qilaylik dedim. Alimka sizdan so'raydigan savolim mushu Vanglochan ketdi, Jiangchunshan deb birisi keldi masalan bizning vatanimizga boshqaruvchi bo'lib. Anondan keyin masalan Xi Jinping chiqdi dedik. Ama bu qanchalik bir farq bo'ldi mesela sizce? Xitoyning ichida mushu bir boshliqlarning almashishi bilan bir narsa farq bo'ldimi sizce? Yoki bo'lmasa demokratiya keldi deyli mesela Xitoyga bir şekilde. Bizning Uyg'urlarga nima foydasi bo'ladi buning? Foydasi bo'ladimi sizce? Bu nəhayət yaxşı sual oldu. 2009 yılı 7. ayının 5-ci qarançılıqdan keyin Xitoy hökuməti bu Xitoyning şu çağdaki partiya sekretari Wang Lachen'i almıştırıp onun ornaga endi hazırki Zhang Zhunshan'ı koydu. Bunu koyuşki sebep hiç kaçan Xitoy hökuməti bu Wang Lachen'in qattiq qo'lluq siyosati xato bo'lganligi uchun uni yo'tkab, uni imkoni yo'q. Uni faqatlam şu Zhang Zhunshan onu faqatlam şu 9-oyda bu Xitoylar keng ko'lamda ko'chib chiqib namoyish qilgandan keyin bu Xitoy hukumati Xitoylarning noroziligini qo'zg'ab ketib,
bu Wanglaçan'ı yötkeydiğen vakit yetip kepti dep, bu Wanglaçan'ı yötkedi. Ama Wanglaçan'ı yötkeyen bilen Xitay hükümeti Wanglaçan'ın yanakçısı Uyghur Nurbekli'ni yötkegeni yok. Görüyorsunuz Nurbekli Azimli Abdülmuray'ın reisi. Ama onu yötmezlikçi sebep, yani birincisi Xitay hükümeti Uygurlarının narazılığından çatıyor. İkincisi Xitay hükümeti fakat Xitay halkının narazılığına cevap verdi. Bunun da 7. ayının 5'te Nurbekli'nin oynanan Xitay hükümeti için zor rolü var. Şu an onun ornunu idrak ediyor. Anki Xitay hükümeti gerçi Zhang Chunshen'e kelgen bilen, Zhang Chunshen hem de ona karşı bir ilmi bir profesörde görünsün mü? Ama o çıkanını ya işletken siyaset taktikide hiç kadar bir yumuşaş yok. Emniyette miş Wanglaçan'dan sızgan sızır bilen, onun da mı katarak siyasetlerini yolu koydu. Ama bu onun burun 7. ayının 5-40 yılı vaxtında elbette Hu Jintao reisdi. Onun siyasetleri elbette neydi? Tabii bunun için yani bir yılının aldıda yani ötken yılı 3. ayda bu Xi Jinping Xitay'ın yeni devlet reisi bulup çıktı. Bu Xitay'ın devlet reisi bulup çıkan bir yıldan artık vaxtta gördük ki bu Şarkı Türkistan'da yüzlerden vakalaşmışlık köp oldu. Xitay'ın sakçıları, askerleri o halıgança Uygurlarını tutuş, solaş emas, halıgança Uygurlarını itip öldürüp bular degan ushqalar azil kuch degani bahona qilib nurg'un beguna Uygurlarni o'ldirmoqda. Masalan, Xotanni Xoneriqda yuz bergan vaqalar az deganda 200-300 Uygurni etib o'ldirdi bu Xitoylar. Bu yerda faqatlanma Uygurlar mechitdan chiqqanlar Uygurlar. Norozilik bir namoyishni qilmagan, hukumatga qarshi turmagan. Onun o'xshash vaqalar nurg'un qitim bo'ldi. Qashqardami Xitoyning saqchilari masalan, Uyg'ur ayollar Xitoyning askarlarini boshlab kelib, natijada o yerdagi Uyg'urlar qattiq qarshi turib ketdi ulardan. Xitoy hukumati ularni shulardan kuchlab bir oilalarni qirg'inchilik qildi, o'ldirdi. Bunday ishlar davomli bo'lib turibdi-da. Masalan, bu narsani ko'rsatdi. Shuningga bu ishlar davomli keng ko'lamda bo'lyapti bu ishlar qarasak. Lekin o'sha Xi Jinping chiqqandan keyin Xitoyning siyosati bo'lsa, o ilgirgidek Uygurlarni tutib, onu solab, aniki yağan bo'lsin, rozi bo'lsin deb sotga chiqib bularni sotlab, bularga bir muddatlik yoki o'lim jazosi berish orqali bir taraflashni emas, boshni ko'targan aman tashabbuskorlik bilan hujum qilish. Masalan, bu Xitoy Xi Jinping Qashqarga borgan chog'da bu Xitoyning askarlari bilan ko'rishgan vaqtida Xitoyning generallari bilan ularga degan gibi şu bir tashabbuskorlik bilan ushqul razil kuchga hujum qilishimiz kerak dedi. Bu degani biz shu Uyg'urlar o qarshi turamda shu norozilikni bildirgan zaman atlan degan gap bor. Shunga bu Xitoyning siyosati bu burun ish bo'lmagan chog'da Uyg'urlarni olib solab qo'ysa, mayli bunning siyosati azaldan to'g'ri bir odil deb emas, bir razil deb ama burun hem de atalmış Uygur milletçilerini apırıp da şunu 10 gün çeşitli sütürmüş olan hem de mıtıtı toysa atasından koyup da azdır o atalmış o milletçi hemen hem de azdır uşkular azdır işte pataydı erkanda Uygur ne? Ama ola bir şey köpten ki bastırıp lan, ip lan, işkanda uçunun bana bula uşkular azdır işte lan, şunun bile lan, bir taraf kısan olan doldu degen gel. Şununla bu Xi Jinping degan bu chiqqandan keyin buningki qo'lidagi hokimiyat bu shu hokimdan mavzundan qalsa eng kuchli hokimiyatning hammasini o'ziga markazlashtirgan bir Xitoy bu. Bu Xitoy hozir o'tir qo'ygani yana birisi buningki endi har bir Xitoy raisi chiqdi bir yenidan bir sho'rtavlar chiqarib Hu Jintao qo'yib xish yasho qo'ydi. Kechaman jamiyatdan yo'q. Ma'no davlatına hazır tüm bunun yani Xitoy kişi arzu ettiğinde Xitoy arzu kılan kişi. Bunun da Uygur yok, bunun arzu kılan kişi de. Bu Uygurlar, bu Xitoy'ninki yani tüm bunun bir emilleştirilen bir millet emas, bunun da bir tutul kaşan bulgan bir millette karakla kaldı. Şuna Uygurlarını tez süratte yoktub atmalar yapılan keyin bu Xi Jinping degan tüm bunun yani bu
meydana keldi deb o'ylaydi. Undan so'ng bu Uyg'ur, ya'ni Sharqiy Turkiston, ya'ni Xitoylarda Xinjiang masalasi ilgari Doyonkan degan Xitoyning qo'lida bo'lganlikda kontrolida. Hozir bu Xi Jinping Doyonkanni uni sotib hozir tutib qo'ydi. Ammo bu Sharqiy Turkiston masalasi hozir Xi Jinpingning shaxsiy o'z divat qarash qilmasligiga aylandi. Bu deganga Xitoyning ishida Uyg'urning masalasi eng yuqori bir darajaga yetdi degan. Ya'ni Xitoy hukumatining ichki jihatdagi eng chong ta'siri yana Uyg'urlardan keladi deb qaror qiladi. Bu Tibet Tinchimizga yaqin qolganda emas, Uyg'urdan. Bularning eng faqat farqini mo'jazdir. Uyg'ur Xitoy kompartiyasining davomli hokimiyat tutib turishiga taklif etyapti. Ya'ni Uyg'ur Xitoyning davlat territoriya butunligiga taklif etyapti. Shuning bilan bu sababdan bir Xitoyda kompartiya yo'qolishi mumkin. Ya'ni bir Xitoy degan Jo'ng'arimin Gong'ugo degan davlat Sharq Turkistonni, Tibetni, ishki Mong'olni, hatta Manjuriyani bekitgan bu Xitoy imperialistlarning bu davlati so'z o'xshash yo'qolishi mumkin deb o'sha hammani Uyg'urdan ko'radi bularni qo'rqadi. Hozir vaziyat bu. Shunga agar Xitoyning nazariga Uyg'urni vaqtida ishtirok qilmasa, ishni ko'pdagi hamma joyimizda bularni ertaga bular u yerda qarshi turib bu ish to'xtamasa Falastinga o'xshash bu xalqaro aralashadigan dediki bivoch ko'ngil bo'ladigan bir cho'ng masalaga aylansa u chog'da bu Xitoy hukumati uchun tugmas bir baloyi ofatga aylandi u chog'da. Bu vaqtda ishlar bularning hammasi. Qanday ki bu Xitoy demokratiya bo'lsa Uyg'ur ozodlik chiqqandi, erkinlik chiqqandi degan bu bir muhim bir savol. Ana Xitoy bu Uyg'urlarga kelgan hamma Xitoy o'xshash narsa va'da qiladi. Bu Gomindan ayni vaqtda va'da qilgan chog'da Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilaydi. Uyg'urlar masalan Shindongsanning degan gibida u chog'da shu 5 cho'ng millat degan, uni Uyg'ur bor, Tibet bor, Manju bor, Mong'ol bor, Xitoy bor, 5 cho'ng millat degan shu. Qolgan 55-56 sonlik millatning ular hisobiga yo'q ekan. Uyg'urlarga shunga Xitoy mandalar bir asonlik millat emas. Uyg'urlarga hisobda eng cho'ng millatning biri deydi. Agarchi hozir Xitoyning tashkilotida Uyg'ur degan bir asonlik millat, xalqaro ba'zilar o'lgan bir minority deb deydi. Uyg'urning qalasimi bizga asonlik millat Xitoyning oldida ishlayman degan bari quruq qarang shu. Bu davlat qurishda, nima qilishda 5 cho'ng millat shunga Xitoyning xalq tilining ustida Uyg'ur chiqarib qo'yadi. Uyg'urcha, Mong'olcha, Manjucha, Xitoy chiqarib. Sababi shu, 56 millatning hammasi yo'q, yerda 5 cho'ng bor faqat. O'zing gapning qisqasi, bu Gomindan kirgan chog'da Uyg'urlarga o'z taqdirlarini o'zlari belgilagani bo'ldi. Xitoyning bir qismi sog'lom bo'ldi, mustaqil sog'lom bo'ldi. Uni e'tirof qilamiz degan nazariyaga quruq qarab. Uyg'urni oldida kontrol tutilishi. Aniki askarning kirib bo'lgandan keyin u yerda o'z taqdirini o'zi belgilashni yo'q, avtonomiyani yo'q. Xitoyniki shu nimalarga qarab baxta shu chog'da Gomindan da ishlarlar. Shu chog'dagi ishlarlar hozir ishlarning hech qanday farqi yo'q. Bizlarning Jo'ng'o millati, Jo'ng'o Mingo degan hammamizning davlati, millatlar ittifoqligini kuchaytiraylik. O'zginchilikka qarshi turaylik degan ishlarlar Gomindan davrida boshlarlar. Bu yangi bir ishlarlar emas. Aniki bu Gomindanlarni Gongsandan va Sochi Parkning yordami bilan yo'qotgan bo'ldi. Mavzu Xitoy boshchiligidagi Xitoy kompartiyasi yo'qotgandan keyin yo'qotishdan burun bu Xitoy kompartiyasining masalan Uyg'urlar, Tibetlar qolganlarga bergan mas'uliyatga o'xshash. Masalan Uyg'urlarning, Tibetning, Mong'ol, Manjularning o'z taqdirini o'zi belgilash, Xitoy bilan birlashish yoki mustaqil bo'lish huquqi bor. Masalan Xitoy kompartiyasining birinchi asosiy qonuni bularniki qarshi ashunda aniq bo'lgan. Bunun aniq yili o'tqapsa 38-yili, 36-yilki asosiy qonun nizomlar Xitoy kompartiyasi. Bu yerda degan, buni mavzuni qo'l qo'ygan narsa bu. Deganda Uyg'urlarning mustaqil bo'lish yoki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Yana keyin bu mavzuni o'sha bizning Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilgandan keyin bizningki raisimiz bo'lgan Ahmadjon Qosim qatorliqlarni o'sha bo'lgan hajjatga aloqada bu deyilgan olimida asosan biz e'tirof qilishlarning inqiloblarni va mustaqil bo'lsanlar bo'ldi, o'z taqdirini o'zinglar bilsanlar bo'ldi, ammo shu Xitoy Cumhuriyatining bir qismi bo'lsanlar bo'ldi degan o'chab.
Elbette hakimiyet çıkıştın burun gepleşmeyle verdiler zor. Uygurlarning qo'lda qo'ralma vaqtida, Gomindanning qo'lini ketib chiqargan vaqtida, Gongsandan kirishning oldini ola oladigan 40 ming askar bor vaqtida Xitoyning bergandan ba'zilari mana shunday vijdon qatliq she'rinchika. Ammo Xitoyning askari Wang Junning bastırışdan kirgandan keyin Sharq Turkistonning chegarini taqab olgandan keyin miltiqni tanlabdan yag'an avtonomiyani o'tirib qo'yaplar. Uyg'urning o'zini taqdirini o'zini belgilash emas, o'zining jinini saqlash huquqi yo'q bo'lib. Şuna Xitoyning bergan narsalari hamma yag'an. Hamma barcha yag'an, shengil bo'lmaydi. Shuningga kelgisi Xitoylar demokratiya bo'lsa, Uyg'urlarga mustaqil beramki, o'z taqdirini o'z beramki, yana birini beramki deb Xitoy hükümeti hiç kaçan Uygur birini vermeydi. İlgilimi vermegen hem bunun için vermeydi. O Uygur'dan kulak düşü. Bugünkü günde mu? Erkanda Uygur yeni Xitoy hükümeti bize ani verendi ki, mani verendi ki, aptap çıkan peşemdeni Gongsandan ayını falan öldürep falan ki, yakşı bulak falan ki, o Uygurluğun bizim verip ki, diyen Uygur'un hemisi münafet, hemisi hamşiyalçı, bu yok derse. Xitoyda elbette hazırki bu demokratik, hazırki bir diktatör bir vaziyette bir demokratik bir devleti aylansa elbette bu Uygurlarda nurgun cihazda kayıtlı buludur. Bu mutlak diyenlik emez. Bir demokratiya olsa iş olmayan çağda hem de bir çeklik bir demokratiya olsa Uygurlar bir sonundaki bir sözlü kılarlaydır. Uygurlar özünün bir vaziyetini bir tekli kılarlaydır. Uygurlar özünün bir dilini, medeniyetini bir koldalaydır. Bir derecede gerçi bir müstakil olan özünün taqdirini özü belgiler, özünün bir siyasi hukukları itiraf kılıngan bir derecede olması mı? Hiç olmayan çağda özünün bir dinini bir haramlarda korkmayı bir itikat kılalaydıran, özünün bir sözlerlaydıran, özünün bir mektep açalaydıran bir mandadır var evveliyetli şekiller süreligili buludu. Hem ilgirkege karganda yaxşı buludu. Ama bu degenlik bir demokratik Xitoy hükümeti otobaya Uygurlar Gomindanlar, Gongsandan sınırda yok tüketti. Keçirunlar, siz müstakil olunlar da Sharq Turkiston'daki altındaki bizimini Uygurlarga bir tatlısı verip müstakilliğinin cezalanlar da tıklamaydı. O yok ya, o Uygurlar kutlatmışı. Uygurlar o Gomindan'dan, Gongsandan'dan, yani Xitoyning demokratik, yani Minjudan'dan iş görmeyin, bizimi tutmayın. Uygur halkı bir oğan balıcak, bir casaretlik, bir noçe, bir halk. Tarihte devletine imtiya kurgan bir halk. Özü ümit iş gerek. Özü alem iş gerek. Özü iliş gerek bu nerede. Dünyada hiç kanda müstemlikçi, baskınçı, bir devlet, bir cümle, o izlüge milletke, biz varan milletke vermeydi. Hiç kandığı bir koyunu yok bizde. Elimiz özür güreş gerek. Bedel törer ve en ahir özünün vətini tartıb alan özünün xalqına erkinlikini etbergen. Şu o Uygurlar, bulup şu Xitoyning qo'lida bak o'qib ketgan ziyolilar yoki Xitoy hukumatining tashviqot qilishini ketganlar bo'libmi? O Xitoylar bizning qilib Xitoydan tushib ko'rmaslik kerak. Xitoylar ishni qilmaydi. Endi Xitoyning ishi albatta, hammasi yomon emas. Yaxshi Xitoylarmi bor, demokratik Xitoylarmi bor, ularni qo'pib hozir Gongsandanni yaxshi ko'rmaydi. Hozir Sharq Turkistonda Tibetdan niyat bo'layotgan narsalarning chugini, ya'ni bu Xitoy Kompartiyasining siyosatining razilligidan bo'lyapti deb ayblab qo'yadi-da. Bizlarni to'g'ri vaqtda birlikda xizmat qiladi, hamkorlik qiladi. Ammo bu deganlik kelgusi demokratik Xitoylar Uyg'urlarning mustaqillik qildi, erkinlik qildi degan gap emas. Çünkü o'tmishki tarixiy tajribamizni qaraganda unda bir narsani kutish bu Uyg'urlarning uxlab tushishi. Unda bir narsa bo'lmaydi. Uyg'urlar uchun o'zining kuchiga tayanib, o'zi muvofiq huquq, haq huquq, mustaqillik bo'lsin, oliy avtonomiya bo'lamdi, yoki federal shtat shaklida bo'lamdi, yoki 100% mustaqillikni olamdi. Uyg'urlar o'zining to'lig'i bilan, o'zining tirishchanligi bilan erish kerak. Hiç kanda adam, hiç kanda grupa, hiç kanda parti, hiç kanda bir devlet bunu Uygur'un kolunu tutup koymaydı. Şuna Uygurlar, açık şu üvetten oturup nurgunları, Amerika bizni azat kılan ki, Avrupa bizni azat kılan ki, Müslümanlar bizni azat kılan ki, ülkelik azat kılan ki de düşürmek, özünüzü azat kılayını deyiş gerek. Uygurlar özünü azat kılınız der,
hareketlengen için hangi kalganlar kilip yardım kılıyor. Bu yatkan edelge, o karıvatı diyeti bile düş görüp atlanan edelge hiç kim kilip yardım kılmaydı. Karıvatın düşüyor. Ondan oğam bala, ondan ma dünyada büyük şıkılay. Akak beni o diyorsun ne diyorsun, benim halkım ne? Halkım yan keşif kıvatıdır. Ben demiş kılışım gerekte berketlengen onun için kağan, etrafı devlet sakınsın kağana kurup, mahak izlipti, mahak Xitay manda yoqtiribdi. Bularning davası adaletlik bir dava. Bularning davasını biz halkara kullaydı, bularning bir maddi maneviyatni yardım qilaydi deb andin keyin bo'ladi bu ishlar. Uyg'urlarni hozir bir hareketlanganki mana devlet işinin olsun, devletin hususunu olsun, halkara to'niyotdi Uyg'urlarni. Uyg'urlarning davası bıraklan yuqurlab ketdi. Xalqarалық bir dava bo'ldi. Uyg'urlarning masalan masalaları davomli bediydi bo'ldi masalan. Tabii iş yapma aldırdık dolgun Eysa Ceneva'ya verip Dünya Uygur Kurtluğu'nun ayağında sözler geldi mesela. Xitaylarına ona ait katkıma razılık oldu. Onundan buraya ötkençili 11. ayda dolgun Eysa ablamdan verip bediydi sözlü. Onun Xitay hükümetine ait narazılık oldu. Onun mesela künü digidek hazır dünyadaki en dağınık matbuatlarda CNN'de olsun, El Cezire'de olsun, Amerika'daki New York Times'da olsun, Washington Post olsun, Wall Street Journal olsun degende muçu çoğun gazetlarda her haftada 2-3'ten çoğun makal çıkarttı Uygurlarda olsa. Mana bu bir davanın halkara başkanlığı, mana bu halkaranın Uygur davasının tonuğanlığı, mana bu halkaranın Uygurlarının derdini düşengenliği, bilgenliği, mana muçu sebepten Xitay degan qo'rqab hazır Uygurlar degan şişirgen asman götürülüp hazır Xitayni paç kıldıran bo'ldi deb uxlab yatolmay Xi Jinping bizning vatanga borgan yer. Şununla Uygurlar qo'rqib tushib ko'rib yatmay yana Xitay bizga nijotlik, Mo'g'uliston bizga nijotlik qilib Deng Xiaoping bizga erkinlik berendiki, Jiang Zemin bizga bizim tutib qo'yandiki, Hu Jintao bizga yaxshilik qilandiki, Xi Jinping bizga bizim berendiki, yana onundan chiqqan bir Xitoy bizim berendiki demay, Mo'g'ulistondan tortib hozir jibirdan razil bu Xitoylar. Lekin Mo'g'uliston davrida Taybidan tortib chiqqan munofiqdan tortib hozirgacha Nurbekdek munofiq bir-birini munofiq razil bular. Şununla bu bizimlerde ümit ne Uygur halkı. Ümitten yarattan Kudasının ümidini küçük gerek. Onun için Uygurlar erkinlikle erişiyor, mutlaklıkla erişim mümkün. Onun için bir cihan ülgüleydi. Rahmet Alimka, bana bir savol bor endi. Muşu mesela ben şahsen özem desem 8 yıl bo'ldi-da chet elda yashab qilib vatanga qaytmay. Chiqqan vaqtimizda anglaytdik, voy burun mundaq nachardi Uyg'ur davası hech kim bilmaydi, hozir mana kundan kunga bildigan bo'ldi dedik. Mesela muşu Uyg'urlarning hozir abiyam siz deb o'tdingiz, g'arb ellariga 20 yil atrofida bo'ldi, rasmiy Uyg'urlar ko'chishga boshlag'iladi. Bu mush yaqinqi bo'libmi? Mesela bizim Uyg'urlarning orasida har xil gaplar bor. Mesela Rabia Qodir Xonim chiqqandan keyin Uyg'ur davası bir aqlam mandaq palligi bor deydi. Yeni kayindan kelib 2019-yil 7-oyning 5-kuni necha minglagan Uyg'ur o'ldi, yo'qolib ketdi. Mana qirg'inchilikdan keyin Uyg'urlar xalqaro to'nlab mandaq da'vo oldiga mangdi deyotdi. Sizningcha mushu Uyg'urlarning davası hozir xalqarada qanchalik darajada, ya'ni bundaq aytganda qanchalik darajada xalqaralaşdı? Yoki Amerikaning o'zida Uyg'ur davası qanchalik darajada Amerikaning davlat siyosatiga, masalan Tibetlarga silishtirganda yoki Mo'ng'ullarga silishtirganda qanchalik darajada bir farqli nuqtalar bo'layotdi, ya'ni yaqin kunlarda. Yaqin kunlarda, mana shu yaqin yillarda, mana shu o'tganki bir qancha yillar mobaynida bu Uygur meselesinden halkaralaşkanlıkta önüne yok. Şek şüphesiz ki Uygur meselesi bir halkaralık mesele bugün. Bugünkü günde. Bugünkü günde Uygur meselesi hiç kaçan bir Xitay'ın şiki meselesi demez. Gerçi Xitay hükümeti devamlı bu Xitay'ın şiki meselesi bir tarafımız o bu dediğini bilen onda emez. Mesela Uygur'un meselesi mesela Amerika'nın prezidentinin ağzından çıkartılan bir mesele. Mesela bir şu ayın aldığı bir yerde bir Asaray'da bir etiyenlik bir tamak oldu da nihayet bir cızı bıraktım bulunan bir dini erkinlik toğusu bir etiyenlik tamak. Şununda Amerika'nın prezidenti Obama Xitay hükümetinin Uygurlar'a taraftan dini ziyankeşliğini alanı tutulduğunu öttü. Mesela Amerika'nın prezidentken dünyadaki en kudretli bir adam bu. Dünyadaki en güçlü adam.
bunun altından Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan bir diniy bilankeşligi degan bu tilga ilindi. Tilga jiqtindan elinde emas, nurg'unlikdan bo'yatadi bu ishlar. Halbuki Amerikaning tashqi ishlar ministrligi davomli holda Uyg'urlarning naslini, masalan, har qanday bizning vatanda bir masala bo'lsa, Amerikaning tashqi ishlar ministrligi bunga hatto bir javob berdi buni. Endi nurg'un vaqtida Xitoy bunga nihoyatda qattiq norozilik bildirdi. Endi Xitoy endi chidaymaydi bu Amerikaning degan so'zlariga nurg'un narsa. Chunki Amerika davomli aytgan, ya'ni bu yerda bo'layotgan narsalar Xitoyning siyosatidan kelib chiqqan. Xitoy hukumati o'zgartirish kerak. Uyg'urlarning huquqlarini hurmat qilish kerak. Xitoy hukumatigacha u bu unda terror bo'lgan bilan, ammo Amerika hukumati undan deb e'tirof qilmayapti. Shuning Xitoy hukumati bundan qattiq norozilik. Bunun dışında Amerika'nın bir qancha cho'ng davlatlar komitetlari var. Tashqi ishlar ministrligida yilda bir qitim shu dunyoning ichki huquq masalalari to'g'risida doklad chiqdi. Buningki Uyg'urcha qismini ko'rsa nihoyatda cho'ng bir qism. Ilgari Tibetliklarning jiqroq bo'lsa, Uyg'urlarning Tibetlik bilan barobardachi jiqroq chiqadi. Ondan keyin Amerika tashqi ishlar ministrligining diniy ishxonasi yana ularga ayrim davlatlar Uyg'urlarning diniy masalasini qilish. Buni o'qisa, bu Uyg'urlar yozganda u narsa. Halbuki Amerikada bu Alimka 1 minut. Ma texniklik sebepten ma bir bat. Alimka endi bo'ldi. Ovoz. Tamam qo'ydi. Shuningga Amerikadan davlat majlisida yana Xitoy komiteti bor. Ularni davomli holda shu yilda bir qitim shu Xitoy to'g'risida yozilib doklad chiqdi. Ularning nima Uyg'urlar to'g'risida yozilgani nihoyatda ko'p. Undan so'ng Amerikaning xalqaro diniy erkinlik komiteti bor. Ularning yilda bir diniy doklad chiqdi. Ularni qarasa Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan shu diniy bostirishlarga aniq sharhlangan. Bundan sonra ular devlet meclisinde ispat yığınları açıldı Uygurlar meselesi doğrusu. Evet, meselesi, Karankibet meselesi doğrusu. Burada onundan sonra yani o halkaralık matbuatın Uygur meselesi olan çoğunu bölüşüyor. O şu okşaş bulmayan teşkilatlarına yeni kişilik hukuk teşkilatları olsun, bu kalan teşkilatlarına Uygur meselesi olan çoğunu bölüşüyor. Nihayet zor. Mesela Amerika meselesi. Onundan sonra bugünkü günde Amerika'dan sonra Uygur meselesi mesela Avrupa Birliği'de olsun, Avrupa Parlamento'nun devamlı olsun. Türkiye'de olsun. Mesela Türkiye'de devamlı, Türkiye'nin hatta prezidenti, baş ministri Erdoğan'dan tartı devamlı. İşkatın aldı da Erdoğan özünü unuttuğu alayda mesela Türkiye'ye gelen Uygurlar kadar yardım kalanlık olsa alayda işinin sözler öttü mesela. Bunun da sarsak Uygurların meselesi hazır. Hem bir yerde dikenmek çıkıyor. Mesela bugünkünde köçmenler mesela bir kriz karakteri değil mesela. Bugünkünde Tayland'da olsun, Malezya'da olsun, hatta Vietnam'da, Kambodya'da olsun bu Uygur meselesi. Hem bir yerde ama şu bir güldekmiş çıkarttı da hem bir yerde. Bu Xitay'ın şirki bir mesele olmayı lazım. Bu hem bir yerde neyle halkarada hem de diğer devletlerin dışına artırılan bir mesele oluş mümkün. Bazı devletler bunu bir fırsat bir yerden çoğul bildiren bir mesele oluş mümkün. Bazı devletler Uygur meselesini tutup çıkılan bir fırsat yapılış mümkün. Ama bu Uygur meselesi hem bir yer bu vakti bu mesele. Toktap dağını yok. Şunun Xitay toktap çıkmağını bu. Hem de Uygurlarının davasından, Tibet'in davasından çeşitler elbette şimdi ular, şimdi Dalai Lama, şimdi 59. yılın, şimdi Tibet'e hükümeti karşı sıçan götürgenliği için Dalai Lama bütün özünün hükümetinden Hindistan daramsalarına atış çıkan. Şunun yaptığı daramsalarına bazı kılıç arkalık Dalai Lama'nın bir artıkçılık ama bu davanı garip. Amerika'da, Avrupa'da kılıp hem Tibet'lerin davasını konutup halkaranın yardımıyla ular baldırak erişti. Hani ki halkaranın Tibet'lerini boğan oluşu nazik küçük boğan. Bunu ben garip ellerden şu soğuk uğraşları devrede hem de Xitay bir komünist devlet boğan ki Xitay karşı kuruş için ulanı Tibet'lerini faydalanlar şu devirlerde. Ama elbette Uygurların davası ve garip sonulduğunu tıkandı diye 10 yılda oldu. Yani onun baldırımı bol değil ama yeterli degende komur edildi. Şuna hem de Tibet'lerin davası hem de umum yüzlük yerlerden bilirgan bu hükümetli ameller garip gibi halklarını bilirgan. Hem de nurgun
G'arbni Amerika, Yevropadan hatto Tibetliklarning budizm diniga e'tiqod qilgan nurg'un Amerikalik va Yevropaliklar nima bo'ldi? Amerikada bir qism da'vatli artistlar shu Tibetning Buddha diniga e'tiqod qiladi. Ular shu sababdan Tibetliklarni qo'llaydi. Va Oscar mukofoti olsa nutqida Tibet Tibetliklarga yangi Tibetliklar mustaqil bo'lish kerak degandek nutqlarni so'zlab qiladi. Shu sababdan Tibetning mas'uliyatlari xalqaro bichon mas'ul bo'lganligi uchun Amerikaning Yevropaning davlat raislari bosh ministr davomli faoliyatlarni ko'rishdi. Bugungi kunda endi bu Uyg'ur da'vosi shubhasizki bir xalqaro da'vo. Bu Xitoy hukumati degandek Xitoyning beshiki yoki bir osonlik millatning bir masalasi emas. Yoki atalmış bir kişilik hukuk meselesi emas. Bugungi kunda endi bu Uyg'urlarning masalasini Amerika prezidenti Obama'dan zaten Türkiye'nin endi başbakanı Erdoğan'gacha hem Avrupa parlamentinin nurg'un parlament a'zolaridan tortib o'xshash bo'lmagan davlatlarning Xitoy bilan masalan bir kishilik huquq dialogida o'tirib qo'ygan eng cho'ng bir masalaning biri bo'lib shakllandi. Masalan, Amerikada yilda Xitoy bilan bir kishilik huquq dialogi bor. Bundan keyin iqtisodiy stratejik iqtisodiy dialogi bor. Undan keyin qonun masalasi dialogi bor. Uch cho'ng dialogi bor Xitoy bilan. Uch cho'ng dialogning hammasida Uyg'ur masalasi bir cho'ng masala Xitoy bilan. Har qism Xitoy bilan shu Uyg'ur masalasi ustida ko'rishidi. Xitoy hukumati endi tegishli javobini berish mumkin, ammo Xitoy hukumati bu Uyg'ur masalasini davomli o'tirib qo'ygandan nihoyatda diyoran norozi. Undan sonra Amerikada habayda ko'tarib ketgandek bir qancha cho'ng komitetlar bor. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yilda chiqdim doklad chiqardi kishilik huquq masalasida. Amerikaning Tashqi ishlar ministrligi diniy erkinlik komiteti doklad chiqardi. Amerikaning davlat majlisi Xitoy komiteti yillik bir doklad chiqardi. Amerikaning xalqaro diniy erkinlik komiteti bir xalqaro doklad chiqardi. Bu to'rt cho'ng doklad, ya'ni Amerika davlatining chiqargan. Xitoy to'g'risida diniy erkinlik to'g'risida chiqardi, kishilik huquq qolgan jihatda chiqardi. Buningda o'qisa endi u yozganlar xuddi Uyg'ur yozgandek shunda oldin tadqiqotchilari bor. Hatto hozir bularning ishida hatto Uyg'ur tilini bilgan, Uyg'ur tilini o'rgatgan nurg'un Amerikaning hukumatining odamlari bor. Shu bular Uyg'ur masalasiga shunchalik ko'ngil beradi. Buningda esa Amerika tashqi ishlar ministrligi davomli holda bizning vatanimiz vakolatlar bo'lsa, Uyg'urga ketishli vakolatlar bo'lsa, bular o'zining bayonotini e'lon qildi, hatto Xitoyga bo'lgan noroziligini bildirdi. Xitoy buningda nihoyatda diyorum, naide rahatsız. Şu Amerika'nın Uygur meselesini bölüşünü. Hem devamlı kaldı Amerika'nın şu Uygurlara yardım kıldığı, Uygurların bölgünçülük faaliyetini kullanırsa Amerika'nın devamlı kayıp etmekte Xitoy. Ondan sonra hem de Uygurların meselesi okşaş bulmayan rayın devletlerde devamlı hem de icabi olsun, selbi olsun çıkmadı mesela. Hem de hazır Uygurların birçok meselesinin biri bu göçmenler meselesi. Tayland'da 400'den artık Uygurlar yakında bayqilib Tayland hükümetinin kolunda. Bunun da Malezya'da var. Bunun da teşkilatını aldı. Vietnam'da var. Kamboçya'da işler bu vaktinde. Uygurların meselesine tanış devletlerinde var. Hem de Uygurların meselesi bir mesele bulup çıkmadı dendi. Şimdi bu meselelerden gerçi bir kızlık olsun Xitay'la nihayeti bir Xitay'ın halkarada bir şermenlik kılınan Xitay özüne ait rahatsız bulunan bir mesele. Çünkü bu Uygurlarda bir bunda bir göçmenler krizinin payda oluşu yani Xitay'ın tatlı kolluk siyasetinin neticesi bu yani Şarkı Türkistan'da ilip var. Şununla bu Uygur göçmenlerinin Tayland Malezya payda oluşu hem de bu Xitay hükümetinin siyasetinin rezilliğinin ispatı. Şu an Xitay hükümetinin ağzına ait zor küçük veren Tayland kalan devlet karşıdan Uygurların paytıp geniş için Kılıçbatı'da hem de daim buysa yani Halkaranın bezin bilen daim buysa bir Tayland hükümeti bu Uygurlarını Xitay'a qaytırıp emez. Seni ümit kılınız elbette. Çünkü bu Uygur meselesi hazır bırakıncı çoğun bir mesele bu vatıdı, çoğun bir dava bu vatıdı. Hem elbette belirgende kendi Tibet davası söylemiş tuğanda elbette Tibetçinin davası Sanaylanma 59. yılı Tibet'le Xitay hükümeti faşist siyasette geldiği için hükümetinden birlikte Daram Salah'a küçük çıkıp şu Daram Salah'ını boğaz kılıp durup Sanaylanma şu garip ellerinde Tibet'lerin davasını tanıştırıp garip ellerden oluşuyla erişken hem garip ellerin şu devirlerde soğuk uruşu boğanlık için
komünistler karşı, komünist devletler Xitayga karşı Tibetliklerine ait kollagan, yardım kılgan, iqtisadi jihatdan, ma'naviy, maliye ve diplomatik siyasi jihatlardan degandek. Şu an Tibet davasına ait g'ayrati to'liq bugungi kunda g'ayriblardan biladigan bir davaga aylandi. Hem nurg'un g'ayribchilar Tibetning bu davrini qabul qilib, o'z e'tiqod qilgan bo'ldi. Amerikadan nurg'un artistlar va uning e'tiqod qiladigan. Şu an ularni Hollywoodda davomli holda şu Oscar mukofoti olgan chog'da Tibet nafsatchiligi kelib o'tgan Xitoy hukumatini ayblaydi. Shuni Xitoy hukumati bularning bu davosini rahatsiz. Ama şu Uyg'urlarning davosi endi g'arib eldirga chiqib, g'arib eldirga bir to'lov bir ancha-muncha bo'lgan vaqt endi o'tgan gibi 10-15 yil bo'ldi bu. Endi bunun bo'lishida albatta şu vatan ishki vaziyatning nacharlashishi, vatan ishki Uyg'urlarning o'zlari qo'zg'alib chiqishi, masalan 90-yil Baran vaqasi deymiz, 97-yil G'o'ja vaqasi deymiz. Amerikaning eng şu xalqaro to'nigan şu 2009-yilki 7-oyning 5-ki vaqa birinchilik bo'lsin. Mushal sababdan g'arib eldir bu yerda bu Xitoy degan bir Xitoylar yashaydigan bir davlat desek bunda emas haberimiz. Anki Xitoy hukumatlik kompartiyasi o'zining yildan yapmış rezillik siyosatidan hamma xalqni bostirib tinchlik qildi desek, bunda o Tibetdan boshqa yana bir Uyg'ur degan mana bir musulmon bir millatga Xitoyga qarshi turayotgan, o'zining jinini fido qilib turib, Xitoy hukumatiga norozilik bildirayotgan degan bir xulosa keldi. Uning bizga ham g'arbga da'vo qilgan Uyg'urlarni, masalan, dunyo Uyg'ur qulti bo'lsin, Amerika Uyg'ur birlashmasi, uningki Yevropaning har bir davlatlarida tashkilotlar bor, Turkiyada tashkilotlarimiz bor, O'rta Osiyo tashkilotlarimiz bor. Endi butun dunyodagi Uyg'urlarning umumiy tirishchanlik sababidan bu da'vo bir cho'ng bir xalqaro bir to'naydigan bir da'vo bo'ldi. Bundan keyin endi Amerikaning qutquzishi bilan Robiya xonim Amerikaga chiqdi. Amerikaning qo'llashi bilan Robiya xonim Amerikaning noiti xalqaro bir to'nildi. Amerikadan boron prezidenti Bush, George Bush'tan chiqib görüştü. Şu sebeplerden bu dava tekmodur. Endi Xalq saroyiga kirgan bir dava bo'ldi. Xalqaro havas qilingan, bo'libmi Xitoy hukumati bugungi kunda sal pul ketib yo'g'inab, hammadan bir no'chilik qiladigan, shilqiladigan, birdan Vyetnamni, bizdan Filippinni, bizdan Yaponiyani, hatto bizdan Amerikani birinlaydigan, G'arbni birinlaydigan bunda bir vaziyatda hammadan chiqishidagi vaziyatdan vaqtda Uyg'ur davosi bir şey. Shunga ular mushu davlatlarni endi qolgan davlatning Uyg'ur davosiga bo'lgan havas qilishi, Uyg'ur davosini qo'llashi, Uyg'urlarning vaziyati ko'ngil bo'lishi bag'anlik kerak bir şey emas. Buning albatta Uyg'urlarga nihoyatda zo'r foydasi bor. Albatta Xitoy hukumati o'zining razil siyosatini yana bizning vatanda yurgizadi, uni to'xtab qolgani yo'q. Ama Uyg'urlarning aslida g'arbda dunyoda mushinchik to'nilmagan bo'lsa, Xitoy hukumati hozirgidan 10 asas prezident qilyapti. Shunga mush chet elda da'vo qilayotganlar, chet eldagi mush tashkilotlar, mushlarning o'ynayotgan rolning qanchalik cho'ngligini mush orqali ko'rib olishga bo'ladi. Shunga Xitoy hukumatining tashviqoti bilan yoki Xitoy hukumatiga yaxshi bo'lman deb yoki Xitoy hukumatiga yaloqchilik qilman deb mushu chetdagi mushu bo'lginchilar mushu vatanning ishini buzyotdi. Mushu bo'lginchilar ishini qilmagan bo'lsa vatan tinch xotirjam yashaydi. Xitoy bilan birga o'tib deydiganlarning hammasi menimcha ular Xitoyning yaloqchilari ya faqat shu munofiqlardan boshqa emas. Bu chetdagi Uyg'urlarning ovozini to'xtatib qolsa, vatanga Uyg'urlarni ochiq qo'ydirib ham yo'qotadi. Şuna chetdagi Uyg'urlarning ovozi qanchalik kuchli bo'lsa, chetdagi da'vo qanchalik qudratli bo'lsa, xalqaro Uyg'urlarni dunyoga qanchalik to'nasa, e'tirof qilsa, ham qo'llasa, Xitoy hukumati yugrab berib Uyg'urlarni undan tutib o'ldirib qiladi. Rahmat Olimka, bundaq bir savolda, mesela siz uzun yıldan bu yan Uygur Amerikan birlikte hizmet qilib kelyapsiz, hozir raislik vazifasida o'tyapsiz. Hem Dünya Uygur Kurultayı'da mı aktif halda hizmet qilyapsiz.
Muşu chet ellik Uyghur teşkilatlarıga mesela Köreş Kösen'nin bir naqsı bolğanda hamda Uygurga faqat Uygur yığılaydı. Diplomatiya ma'nosidagi dostluk manfaatlar ustiga qurilgan deydi hamda. Mesela muşu hozir siz o'zingiz muşu xizmat qilayotgan to'g'ri deb mengayotgan muşu Uyghur Amerikan birligi yoki Dunyo Uyg'ur qurultayini misol qilib so'zsangiz, muşu chet elliklarning mesela muşu manfaatlar orasiga do'stlik bo'ldi dedi-ku mesela. O'zining bir manfaatiga to'g'ri keladigan shaklda bir qo'llashi mesela aş şekilde boldu deb qarasak mı? Zaten qanchalik darajada hozir mesela siz so'zlab o'tdingiz. Ma şekildeki bunda qo'llashlar bo'layotdi deb. Buningga Uyg'urlar mushu tashkilotda xizmat qilayotganlar yoki umuman Uyg'urlar qanchalik darajada tayyor yoki mushu birlashib xizmat qilishgan. Mesela mushu Uyg'ur Amerikan birligi yoki Dunyo Uyg'ur qurultayida sizning shaxsiy ko'z qarashingiz, mesela biz ma ishlarda biraz kamchil bo'lib qolyapmiz yoki iqtisodimiz oz bo'layotdi yoki tashviqotimiz mayli qaysi sizning his qilganlaringiz deymi? Mesela qaysi nuqtalarda biraz kemçil yani yetersiz kıyafetiniz. Aldılar hem de Uygurların bu davasını elbette nurgun elle hazır kollatıdı. O çıkaştıkları kollatıdı, yoşun kollatıdı diyendek. Kolluğunun rahmet. Yemin tarafının kollusun hem de kolluğunun rahmet. Bunlar kollumuzsa hem de Uygurlar özümüzün küçük tayini Kıtay'la karşı turşumuz elbette tekim tesere kıldı. Ama nurgun devletler bu samimi kollatıdı. Elbette yeni birisi Xitayninki bağlantısı bularning beşini ağırtıp bularni teklif bo'layotganligi sababli Xitayning qanday rezil bir davlat ekanligini bilib turib bular. Ba'zi davlatlar o'zining davlat manfaati uchun bular. Bu albatta uni qayirish kerak. Endi Amerikadagi bir davlat yana g'arb davlatlari menimcha hammasi bo'lishi mumkin, ammo Amerika asosan Amerika degan bir davlat o'zi bir dunyodagi eng qudratli bir darajada boshqa bir davlat. Bu davlat bir demokratik bir davlat emas. Demokratiya degan narsa, demokratiya vaqt orqali davlat qurishni bu dunyoga kelgan davlat. Bu davlatning mavjud bo'lishi ham targ'ibotli, hamda yashash maqsadi desa, endi bu dunyoni shu demokratiyani targ'ib qilish, erkinlikni targ'ib qilish, kishilik huquqni qo'llashni asos qilish. Bu davlatning mavjud bo'lish, olg'a qarash, menish yo'nalishi shu bu davlat. Şuna Uygurlarni bu Amerika qo'llagan chog'da asosan mushni maqsad qildi. Ya'ni bir shaxsiy manfaat bu yana bir bilan qatsan nurg'un narsalarni yozgan ba'zi Facebookda u yerda ko'raman. Bu degan qanday qilish uchun, manda razil niyat bo'lganlar uchun u bo'lgan. U asosan u quruq qara. U davrimlar yo'q. Biz uni ustida ana uchun hamda qolgan ba'zi davlatlar bor. Xitoylar bevosita Xitoyning taklifiga uchragan yoki Xitoy hamda ular bir demokratik davlatlarni emas, Uyg'urlarni asli qarshida qo'llaydigan bir maqsad yo'q. Hamda ular faqat o'zining davlatining manfaati ta'kid kuchlanmoq uchun Uyg'urlarni qo'llab Xitoyga qarshi tursa, u chog'da Xitoy ojizlaydi degan maqsadda ba'zi davlatlar shu sababdan qo'llayotgan bo'lishi mumkin. Albatta qanday sababni qo'llashdan qat'iy nazar biz albatta ularning qo'llashini qabul qilamiz. Ama albatta naiti hamda diqqat bilan, ehtiyotkorlik bilan hamda ularning yordamini qabul qilishimiz kerak. Hamda albatta ular chog'anda qo'shma o'ynashning hojati yo'q. Ammo biz buni aqlli qilishimiz kerak bular. Ammo bizning bu da'voga aralashgan odamlarimizning aqlli qo'shar insonlar. Shunga yaxshi kelyapti. Ammo albatta abay hamda bu ketgandek yetarsiz kamchilik bu degandek albatta bundan aslar mevcut. Endi bu biz bilimizki bu dünyada bu Uyg'urning davosini qilayotgan insonlarning soni nihoyatda cheklik. Endi bu Tibet bilan kelishsak, u Tibetlarningki bir so'rgunlik hukumati bor. Buniki davo qilayotgan tashkilotlari shunchalik ko'p. Har bir davlatda birdan emas nurg'unlari bor. Eng muhim davlatlarda Amerikada bo'lsin, aslan Belgiyada bo'lsin, Yevropa parlamentida, Shveysariyada bo'lsin, masalan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bor, Jeneva. Mushunga o'xshash davlatlarning nurg'un tashkilotlari bular nihoyatda aktiv bir. Shunga undan sirt albatta bularga keladigan yordami nihoyat ko'p. Amerika hukumatining bergan iqtisodiy yordam bor. Nurg'un qolgan davlatlarning tashkilotlarining bergan nurg'un puli bor. Shunga ular
Adam cihetimi sani kam emas, iqtisodiy cihetimi puli kam emas. Ama bizning bo'lsa, odam jihatdan sonimiz kam. Uyg'ur degan bir 10-20 million bir xalq. Bu 10-20 million xalqning da'vatini qilgan xalqning soni 50-60-100 bo'lmaydi. Men hatta 10 ming bo'lsa oz. Bu ishni qiladi. Bizning albatta chet elda bo'lsin, vatanda bo'lsin, qalbida vatan, millat deb ko'radigan Uyg'urlarning nihoyat ko'p. Nurg'unlari ağızda bu bak. Sorunlarını ayrı söyleyeyim. Ama az sözgen yerde kalıdı. Tağa vaktinde özünün işinden camda kişiler var. Manevi cihetten o yerden verilenlerine ayrı çık. Maddi cihetten o öz divatlı siyaseti alış bulamız mı? Namayışlarına katış bulamız mı? Bizge manevi hem maddi cihetten yerden bulunan nurgun Uygurlarımız var. Ularına ait elbette teşekkür etmek, rahmet etmek. Ama bu dava teknisi görüyorsunuz. Bu dava kuvvetten adamlar, yani burun kuvvettenler yani şu, ağzının kuvveti de. Yeniler kuvvetten bana ait az. Bunlar elbette birincisi Xitay hükümetinin tehdidi var. Atanları vurup tutanları dedim var. Bunlar Xitay işine ait vehimatlı çoğun doğallık için çetelgi çıksın mı? Özünü erken yıtıklanmay, Xitay'nın vahidimizin tehdidini tutulanmay, bu şirketlerden birini bula falan demişsin, ya ben vatanga bağlamak istedim, ya atananda, uruq tukununda, ulan kanda kılay, bu da. Hem de Xitay'daki rezil bir diktatör, bu müstenlikçi hükümetten en çok koralı Uygur'dak bir ezilken bir milletin aşı yürügenin yancılıktır. Vahime bilen korktur. Uygurlar korkanda Xitay nefsini meseleyi. Hani ki korkança şəxsiyyətçi, şöhrətpərəst, münafıq Uygurlar peyda bolğanda Xitay ilə həmkarlaşdıran vətənini satılan xainlər peyda bolğanda Xitay hökuməti Uygurlarını obdan başqara alaydı, Uygurlarını asan yoxda alaydı. Şununla əndi bunda insanlarımız mı var? Uygurlar, hər münafıqlar var, hər xainlər var, vətən işidilər əməz, vətəndən püstünün işdən adamlar var. Bunun da Xitay hökuməti Uygurlardan çıxan münafıqlarını östürdü, xainlarını mükafatlaydı. Bunlara ne çoğun bilirdi, her çoğun sorunlarını, fırsatlarını, baybuluş yolunu şuları verdi. Şimdi bunun için ular güllünündü, yaşınaydı, Xitaylar tekimi bekek, yalakçılık buldu, Uygur'unu satıdı, vatanını satıdı. Ular bizim vatanımızda tutunu tılmak koyup, mamuk yastıkını kırılap koyup, ayada bayaşat, yaşayan buludu. Tağa Xitay hükümetiyle karşı tuğan, muş atkan, vatanperver, cengivar Uygurlarının Xitay öldürdü, yoktu. Ayal, balları, evlatları zeyran buludu. Bunda boğan ki, oturup kalan nurgun köçüp ketken, pokup ketken Uygurlar, çalışınız inirken, adam millet desek biz yoktukken, Xitay'ına Uyghurlardan Uyghurlar desek, hayatımız kapaletlik iyi bulurken, turmuşumuz yaxşı bulurken, vatanını bir sastak, tağanını situatını sastak, nim boptuda, sastak, menfaatçilikken, turmuşumuz yaxşı bulurken, Xitay östürürken de, nurgun Uygurlarını sağlama şu yoluna tallar. Bugünkü de hoşallık bilen bolmasını, öz halat Xitay hükümetinin gacılığını kıvatıda Uygurlarını, ketivatıda özünün halkını. Ama ya oylagan boluş mümkün, oylamagan boluş mümkün. Ahire, hem de tağan Uygurlar yok olsa, özümü yok olur, özünün Allah'ını yok olur, Uygur bile yok olur. Bu münafıklar ki Uygurların yok oluşunun sırtını geçmiştir var. Ama şimdi bu var. Şununla bizden ki düşkü hakkında kimimiz naidi köp. Bizde Xitay diyen bir çoğun devlet. Azır hem de tutup deyip yoğurap tekimi rezil boğattan bir devlet. Yani Uygur diyen hem de bir aciz bir millet demez. Ama aciz vaziyette bizden bir özümüzün dört bombalarlığı için, bizden bir eskerimiz bombalarlığı için, bizden bir kendimizde bir bizim bir vakti kollap kıvattan bizden bir kıyırındaş bir dörtümüz bombalarlığı için. Gerçek kıyırındaş, dindaş devletler cık olsun ama olan özünün devletinin menfaatinde bazıları Xitay'ın o çıkaşkarı kollaydı. Bazıları hem de Uygur mevkisinde özünün devletinin menfaatini soğutukundan bir gözünün kışı keçip kalan Uygurlarını kayıttırıp kevattan devletliğini az emez elbette. Olup etrafın sınırının koşun devletler şimdi sahabilen şunlarını uzun şey yapıldı. Şununla bu Uygurlardan ki bu vaziyetini hem de ters hem de bu davanı
nima qilmoqimda mangdirmoq texmi tas. Shuningga tas bo'lsa, ammo bu davarimiz yana mülkiy xarakterlik dengotidi. Xalqarada bunda tez sonilgan, xalqara bunda tez yaxshi bilgan, bunda tez qo'llagan, bunda bir davomi yo'q. Endi biz bilan nurg'un yig'inlarga berib qatnashamiz. Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, qolgan davlatlar. Bu davlatlarga masalan biz qatnashgan yig'inlarda Uyg'urlarga o'xshash shunday tezilgan bir tojiyalik yashayotgan millatlar nihoyat ko'p. Ularnikini bir ba'zi yig'inlarda anlatganimiz hayron qolamiz. Hatto bizning ömrimizni anglab bakman bir millatlar, bir xalqlar shunchalik ziyonkashlikka uchrab yashayotgan. O'lim girovi ketgan millatlar nihoyat ko'p. Ammo ular bu g'arb davlatlar bu dunyoda emas, o'zining rayonidami hech kim bilmaydi ularni o'zi. Shunchalik. Ba'zida mening o'shadan ichim og'rib ketdi masalan. Qarab, madoniyatni manda bir millatning borki, bularni mandaqkan deb. Shuna endi Uyg'urlarniki endi bu vaziyatning xalqaroning tonishi, xalqaroning yordam qilishi, ko'ngil bo'lishi ham bir alohida bir cho'ng ish bu. Buni xalqimiz qadrlash kerak, xalqimiz qo'llash kerak. O'zi divansiz siyosatga chapanchilik tushamizmi? G'aybat shikoyatni oz qilib, ma'naviy jihatdan, moliya jihatdan yordam qilish kerak bu Uyg'urlar. Chunki vatan ozod bo'lsa, bu jin o'tirib olgan, bu ishga aralashmagan hamma Uyg'ur qaytib bordi. Hamma Uyg'ur vatan ozod bo'lib, biz demokratik erkin davlat qursak, hammamiz qaytib kelib shu yerda yashaydi. Vatan ozod bo'ldi deb Xudo vatanning ozodligiga yordam qilgandek, Xudoning qilgandek. Shuningga u tamning ustida o'tirilib, bu yoqda G'unsandan qarab, bu yoqda davoq vaqtdan Uyg'urlar qarab, Xitoyni yo'g'ilab ketdi, Uyg'urni joylab ketdi, jimturni Xitoy tarafga ketdilar. G'unsandan ajilishib, G'unsandan yo'qlaylab qilib, pasoyishga o'xshab bo'lgan chog'da, vatan millatni davo tarafga ketdilar. Bunda yuzsizlar ikki tarafli turib bo'lmaydi degan. Nurg'undir. Ya maydoniylik qilish kerak, ya Xitoy, ya munofiq bo'lsang, o'tdan Nurbekliga o'xshash. Ochiq oshkor munofiq bo'lib, vatanni qalqonlasa, vatan millatning matrati tur. Matrati turgan chog'da albatta endi hamma Uyg'ur Japonga saplan bir nochi bo'lib ketishni atayin, endi Xitoyning ta'kidi bor, dahiyasi bor. Ammo da'vogarlar ustidan g'aybat shikoyatni oz qil. Vatan millat og'zingda bo'lmasmi, qalbingda bo'lsin. Chiqish ilakay. Bizning faoliyatlarga qatnashib, namoyishlarning oldiga chiqamiz-ku, bu keyingi bir turba. Sorunlarda da'vogarlarning yomon gapini qilsa, qilma bu gaplarni de. Ananikin ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan g'arbga qolgan davlatlarga chiqib, o'zidan jo'ndib olgan ekan, kechgacha o'zidan topgan tagini yangi olgan uyingni, mashinangni maqtab o'tirmay, o'zidan olgan ta'limotni her bir iqtisodiy jihatdan yordam qilgan tashkilotlar. Eyni dünya Uyghur kulti bo'lsin, Amerika Uyghur jamiyati birlashmasi bo'lsin, yoki har qaysi davlatdagi tashkilotlar bo'lsin, shu yerki tashkilotning raisidan uning kuch-kuchlarini, buning parangini qilmay kechgacha qo'llab-quvvat. Lekin bu da'vo ro'naq topdi, lekin Uyghur millati bilinadi. Bu tibatliklardan biz chiqarishmiz. Bu tibatliklardan endi qani qilamiz. Ularni endi tibatliklar albatta Uyg'ur o'xshamaydi. Endi Dalay Lama'ning xudosi hisobda ularni turib xudosular cho'qindi. Balki shu sababdan bularning bilan bo'lgan farqi cho'ngroq bo'lishi mumkin. Bu tibatliklar men hozirgacha ko'rgan tibatliklar ishlar birisi vatanidan ozod bo'lmasin. Birisi bir namoyish bo'lsa men qatnashmaydi. Ya men Xitoyga yordam bermaydigan tibatliklar hozirgacha men ko'rib boqmadim shaxsan. Balki unda tibatliklar albatta yo'q deganlik emas, chiqdi, balki men tushunmagandim. Ammo men ko'rgan tibatliklarning asosan hammasi Xitoy yo'qolsin, Tibetdan chiqib ketsin, Tibet bizning davlatimizni ozod bo'lamiz. Lekin bularning hammasi endi moliya jihatdan, iqtisodiy jihatdan o'zining tashkilotlariga yordam qildilar emas, bu Tibetning surgun hukumatining oladigan begi bor har bir Tibetlikdan. Har bir davlatda yashaydigan Tibetlik shu bajni xo'shallik bilan to'laydi Tibet surgun hukumatiga. Bu surgun hukumati shu pul bilan qolgan davlatlar degan pul bilan mangdi. Onun qanday maqdi u? Bu tashkilot degan, o odam degan da'vo qilish uchun, masalan, BDTga berish uchun, masalan, yerda New York bormiz, yo bo'lmasa Jeneva'ga bormiz. New York berish uchun 5 soat, yo mashina bormiz, yo aeroplan uchun. 5 soat mashina haydash uchun uning puli ketadi.
Ayrıplarla oturup Ceneva'ya gidiyor için onun Putin'i. Annemki onunla görüştüm, bununla görüştüm. Şimdi emniyetli pul vermeden de var bu. Kuruk şuarı bilen, ayacan, hissiyat bilen, vatanı azat kılmaz. Diyenge olmaydı o. Vatanı azat kılmaz ama şeyden yardım kılmaz. Yani bilen mağdı o. Maliye cihetini yardım kılmaz, manevi cihetini yardım kılmaz. Kollaymaz. Mağdı bilen mağdı. Bu vatanı azat kılmazda bir sorun oturulur, bir meşrepte vatanı azat kılış gerek degen olmaydı o. Meşrepte oturlardan pulunu jıkız kılıp bağlı teşkilat kılmayıraydı. Bağlam cevap tattı. Bunlar hizmettenki berip cevapını tatbatıyla bağlatıp bağlanıyor, aramayıvatıdı. Anısına ayrıldı, datısına ayrıldı, baldırıdın emlasına ayrılvatıdı, uruktukuna avu, aynan koludan aitti, rekşiklerini görüvatıdı. Şunu doğru işleydi, bu mağlı kollaydı diyende, bu dava mağlı bence. Bonus'a buna mağlı da kent bu davanın hakikaten. Bu davanın üstünde bedel tölevatkan Uygurlar acayip zor, acayip çeksiz bedellerini tölevatı. Onu az deyip, o öyle kılgan iştapağımıgan deyip, nurgun hem de öyle kıyım. Edenler kalayımıkan, hani bunu kılıdı hem de, bilmezsin hem de Xitay hükümetini kıldı vatında, nurgun Uygur buna atıklan yaz kılla, gaybetini kıldı, buna atıvatı bu. Annemkin, toy tökün kısa, dava kıvakkanlarını çakamayırgan. Mesela çay pay bırınlarını kısa, buğularını çakamaylı deyip, nefretlik kıvatkan, nurgun Uygurlar var. Bular kâsip olmaydı. Bular kâsip anda buldu. Xitay'ı yaman gördüm kalınır. Xitay bizni düşman deydi, bölgünç deydi de. Adı çepçi farkıvattan başında vaziyetler bu odur mesela. Bu acayip naiti, eyran kalarlık bir vaziyet. Mesela Mustafa boğan için hem de bu dava geldiler mi Polat'tan sokkan emez ama Polat da kişini kalattan bile. Şimdi de bular mı adam, bular mı insan, bular mı köğlü bağ, bular mı ilişkiyatı bağ. Şimdi de ben vatan millet şu kişini kalattan bize o kadar bir Uygur toyuna çakırmayı, hem de mayarki o bazı yerlerde bir milli münafık hainla hani çakırır. Ama vatan millet şun ölü vatkan, can kuydu vatkan lanet kılma. Bu şimdi akılsa hem de bu Uygurlar kında öyleydi. Hani halkın bu şinçilikken yapılış mümkün değildi. Elbette hem de bir işki münafıkın kılan kılığına ümitsizlik etken işkanda diyeceğiniz var için yok. Şimdi adısı hem de bu nime vakal bulup çıkmadı. Digenlet manda bir vaziyetle şekillendi. Şununla bu, hatta bu nahayeti, bizim düşmanımız nahayeti güçlü, nahayeti değil, rezil bir düşman. Nahayeti numussuz bir düşman. Bu ileri kema soğuk çıkmakımı okşamaydı. Soğuk çıkmakımı, mesela o kolunda 100 neçe millet yaşam bilen, o kalan 100 neçe milletin çizgilik yokatlığını yok. Kazaklığını, mesela Kırgızlığını, Özbeklığını, Tatlarlığını, Yılsızlığını, Kurtürklüğünü diyen bir siyasi yok. Hatta ola soğuk çıkmak yıkılgan için hatta hem de adaletli de yıkapta adaletli bir devlet olmuşsun o da oğlan bazda ya doldu mutlakılığını al çıksın. Hep değerli mesela. Eğer Xitay hazır halk cumhuriyeti bu yıkılgan olsa, örülgan olsa, bula kopu bu Uygurlar burada al. Gördüğümü demeydi bu bile. Mümkün, mutlak, mümkün emez. Şu an bu bir şermende, bir numussuz, dünya tarihte görülmegen bir müstemlikçi bir devlet bu. Bunda bizden güreş kılattı. Şununla Uygur halkının, Uygur davagerlerini kollaş, ulanı kadirleş, mecburiydi bağlan. Ulanın kendini gayret şikayet kılış, ulanı kişiler satış, ulanı yoktur. Bu fakatla Xitay'ın işi. Bunu kıldıran Uygur'la Xitay'la pişmiş gerek. Belki Xitay'ın Uygur münafıktır, haraştır. Bunda Uygur'la. Bunda da, şununla, bunda boğanda, anın için bunda milli münafıklarını işittim kaldığında bulara hem Uygur kopup sen bunda kısan olmaysan Uygur'un düşmanı diyende bula vatanperver, milletperver vatan söyler Uygurlarının cemaatini köyden çakıp galgar püstüreydiğen boğanda Gonsen'dan degende koçu ötüdüğen şaşkan bulup hem vatanperver Uygurlar yok al deydiğen şeyden çakta bir milletin davası ilgiri başladı. Şu millet özünün davanın kadrini, davagerinin kadrini kıran buludu. Şu çağda o millet ronak tapıdı, gülünüdü. Hem ki ahir özünün mutlaklık erkiliğini kolu aldı. Davagerler vatan milletin davası kılıp hem de bedelini tölerken Uygur çetik katılık kılıp Nürbekli onun uruk tutkulu kalgan münafıkla köylü başında bir örnek misafara ver bulup hem de adam onunla uruk tutkan kudubacı olmayan da büyüse bunda bir millet yok olgan gibi bu dünyada. Rahmet Alimka, bek esayil yaxshi javob berdingiz, fikrlaringizni aytdi.
Men şahsen şuna yaqtıdım. Başka her xil xatiz oldu. Hazır Erkin Ahmet akimiz Ankara'dan hazır Skype katıldı. Erkin ka bağımsız? Qanday ahvol, yaxshimi? Yaxshi, olimga anlatamiz. Aleyküm Erkin Bey, qanday yaxshimisiz? Yaxshi olimjon, qanday ahvol, yaxshimi? Oxirgi nutqlaringni angladim, nayt yaxshi. Rahmat Erkin Bey. Erkinka, olimga ishkanlar. Men yeni bir savol var. Olimga bekçik vaqtini evetdik. Şuna olsama hem bir gün to'g'ri tushunsin. Deganda o'yg'itiblam nima ketdim. Bu aldınqı qitim men İlşat Esen akimizdan bir so'rag'andim da, mesela bu şu g'arb elleri deymiz, hem de mesela Amerika yoki Avrupadagi şu Uyg'urlarga yordam berayotgan tashkilotlar yoki kuchlar, şu Mongol, Tibet, Uyghur ve Xitoy demokratları. Mushu hammasi hem de Xitoy kommunistlarga qarshi da, kommunist hukumatga qarshi ko'rinayotgan kuch hamda. Bularning bir birlik bo'lish haqida tashabbus qilinganda hamda bunun hem de İlşat Kam'ның bek özünün şahsi fikri bek yaxşı bir birlik bo'lmaganligini so'zlab o'tdi. Sizlarning qanchalik yani bir o'zlari haqiqatan bir mesela Tibetlarning bu yarısı ig'ir davatimiz. Mayli o Uyg'urlar, mayli Falun Gongchi yoki Xitoylar bo'lsin, demokratik Xitoylar yoki Mongollar bo'lsin. Mushu 4 xil chet eldagi Xitoy kommunistlarga qarshi kuchlar orasida bir qanday derecede birlik bo'la oladi yoki bo'lish imkoniyati bormi? Hozircha bo'lib baxtimi? Mushu yerda bir fikringlar bo'lsa, Uyg'urlarga bir anglatgan bo'lsak, mushuni so'rayotganlar xili ko'p. Erkin Bey. Men başlasam endi bu biz 1998 yılda Washingtonga bir tunji qatim bir yig'inga qatnashgandik. O zaman o yig'inni Alim Seyitov efendi baş qo'ygan, riyosetchilik qilgan. U yerda shu Tibet, demokratik Xitoy, Uyg'urlar masalan chet eldagi bu kuchlar qanday hamkorlik qilib berishi lozim degan temada nihoyatda yaxshi muzokaralar bo'lgan. Bizmi nihoyatda hayajonlangan holda bu doktor Erkin Ekrem bilan birlikda shu u vaqtida Wei Jiansheng bilan ko'rishgan. O Wei Jiansheng'ninki nomini biz burun gazet jurnallarda ko'p anglagan, o'qigan bo'lg'achqa tunji qatim Washingtonda ko'rishdik. Nihoyatda biz hayajonlangan, ya'ni Xitoy nihoyatda kuchlanayotgan, dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 5 davlatning biri hamdi. Bu Xitoyga bizning qarshi tura oladigan eng yaxshi bir tarafimiz hamda bizning da'vo haqqoniy bir da'vo, hamda biz haqliq yani dunyoda. Buni hammadan biladi. Ama bu da'vo elib berishda faqatla haqliq bo'lish yetmaydi hamda. Buningga iqtisodiy, siyosiy, yani yetishgan odamlar har jihatdan kuchli bo'lishimiz lozim. Biz haqliq da'vo deb chet elda o'tirgan bilan bu iş mangmaydı. Alim Seyitov efendimi dep o'tdi. Hakikaten chet elde bedel to'layotgan, ota-onasining jinozasiga borolmayotgan hamda nurg'un Uyg'urlar var. Bu jihatda hamda uqmagan odam bular uya biyalarga yig'imga berib yuriydi, o'sha biyalardan kelgan pullar bilan aylanayotdi, o'ynayotdi deb o'ylashi mumkin. Hamda bu tashkilotning bu da'voga qiziqmaydigan, bu milli şuur, milli gurur yok, nurg'un Uyg'urlar var. Bularni qanday uyg'otish meselesinin bir meselemdi. Şuna manda o'ylashim mumkin hamda. Nurg'un bedel to'layotgan odamlar var. Bular bilan hamkorlik elib berilyapti. Jiq ilgirlashlar bor, ama yeterlikmi desam, hamda bu yeterlik emas. Ben İlşat'ninki sözünü to'liq anglamadim ama sen de Abdurrahman'ma degandek so'gan savoliga kelsak hamda men qatnashgan yig'inlarda hamda matbuotlarda davomli bu hamkorlik faoliyatlarini kuzatib kelyapman men shaxsan. O'tganda mesela Ceneva'daki yig'inga qatnashdik. U yerda mesela Tibetninki, ondan keyin demokratik Xitoylarning, Mongollarning, Uyg'urlarning vakillari keldi. Nihoyatda yaxshi qanday hamkorlik qilib berish jihatda nihoyatda yaxshi ilmiy maqolalar o'qib o'tildi.
o maqala İngiliz tilida bastırdık onu ötkende Munir ki bagan jığında bunu Türkiye'de bastırıp apırıp u yerda taqatdık. Hamda nurgun yaxshi fikirlar o'tirg'i tushdi. U yerda hamkorliklar elib berilyapti ama bu yeterlik emas. Hamda hamma davlatda şart sharoit yor bergan davlatlarda bo'libmi g'arb ellarida, Amerika Birleşik Devletleri'de bu hamkorlikni kuchaytirish lozim. Kuchaytirish uchun hamda nurgun Abiyatın Alim Seyitov efendimi deb o'tdi. Xitoyning burun chiqargan bir hujjati bor. Bu chet eldagi hamda atalmış hamda Xitoyning so'zi bilan bizni bölgünçü deydi hamda Xitoy. Asli o haqsizlik qilayotgan u yerda bizning ata yurtimiz, ana yurtimizni, o'zimizning zaminini besib olgan asli o'g'ri tajovuzchi Xitoy. Ama o kopab bizni sen terörçi, sen bölgünçü deb bizni mana ayblab keladilar. Bularninki bir siyosati bor. Chet eldagi şu dava kılıvatkallarını yalgızlaştırış siyaseti. Ama bunu meyle Amerika'da olsun, meyle Kanada, Avustralya, Türkiye, Orta Asya hem bir yerde bunu naiti cık küçükürüp Xitay elip berivatıdı. Kısmen de muvaffakiyetlik buluvatıdı. Ama mesela Türkiye'deki misalını alsak mesela Xitay'nın adamları bilen naiti birlikte oturuşlar katlaşıp resimlara düşüp kılıdı ama bir davanın içindeki adam bilen resim uçuştan korkuduğun, ular bilen salamlaşıştan korkuduğun nurgun Uygurlar var. Ama bular bilen muğdaşka vaxtında bular deydi o Xitay haksızlık kılvatıdı, bizni izivatıdı, dini zulüm var, tilimizni mani kılvatıdı, o bu dep, ben Xitay'nın siyasetinden xursen buluvatkan memnun, ben Uygur, Xitay'nın hazırki Şarkı Türkistan siyaseti, Uygur siyasetine ait yaxşı degen bir Uygur'unu görmedim. Hem de bazı az sandı Uygurlar ictimai taratqularda Xitayning siyosatidan yaxshi bo'layotganligini, bu xil asıllık millatlar meselesinin bütün dünyada nurgun devletlerde bağlığını ama sizlar degandek bir haqsizlik Xitay bizni izvatmaydı deydigan hamda Xitay tarafdan setib olgan adamlar bunu bilimiz. O ictimai taratqularda bunda yezivatganlar bor ama men muңdaşkan Türkiye kelib ketayotgan nurgun adamlar da oturup dertleşsenler ama bula nem kılmaydı. Hamda o yerdeki siyasetten kursan emez. Ama Xitay bilen hamda Xitay demokratik Xitay Tibet Moğollar bilen hemkarlaşta bazı meseleler var. Hamda bular bu gerçi hemmimizin düşmanı biri olsun mu Xitay ama dinimiz okşumaydı. Ondan keyin küçümüz okşumaydı chet eldeki küçümüz, Tibetlerden küçümüzün küçümüz okşumaydı. Ama Müslümanlara boğan köz qaraş dünyada hemmimizge ma'lum İslam dünyası boğan köz qaraş dünyada okşumaydı. Biz özümüzni mi to'g'ri özümüzde onda iqtisodiy küçümüz bo'lmag'achqa dünyaya biz derdimizni gerçi keyingi yıllarda Şarkı Türkistan meselesi xalqaralashdi Uygur meselesi. İşte Rabia Kadir Hanım turmadan çıkkandan keyin chet elga chiqdi. Ondan keyin 2005 yılda 2006 yılda Dünya Uygur Qurultayı'nın ikinci kurultayda Rabia Kadir Hanım Dünya Uygur Qurultayı'nın reisi oldu. 2004 yılında Erkin Alptekin başçılığında Dünya Uygur Qurultayı resmi ilan kılıngan o vaqtida ommaviy teşkilatlarının köpü bu teşkilatga kirgan. Bu vaqtida mı demokratik Xitaylar bilan qanday hamkorligimiz? Munozara bo'layotgan bir mesele bu kurultaylarda. Ama bunun da bazı meseleler var. Hem de Xitay, Qara Xitay mı o'xshash, Qizil Xitay mı o'xshash, Xitay bilan hamkorlashmaslik lazım deydigan Uygurda manda ko'z qarashma bor. Tibetlarga ularga başka dinden qatnashib, başka dindikilar ular avtonomiya talab qildi, biz mustaqillik da'vatganlar bor. Ama menimcha hamda asas silindi aslında 98'den itibaren hazırgacha bu Tibetler bilen bolsun, Moğollar bilen, bu demokratik Xitaylar bilen köp qatım birge yığın, birbirini düşünüş, jat ötkende mi Tayvanda yığın boldu, birbirimizni düşünüş, birbirimizni nem qilish mezgili o'tdi. Menimcha hozirgi hamkorlik yeterlik emas. Her jihatdan hamkorlikni kuchaytirishimiz lazım. Buni xalqimizga to'g'ri anlatishimiz lazım. Bizning düşmanımız bir. Bu düşmanga qarshi bütün güçlerden faydalanışımız lazım. Hazır Xitay Asya'da bağın sıra zomuger olup, nimdeyse de
Hazır bütün devletke her saldırgan oldu hazır. O demokratikleşişten söz ediş mümkün emez hazır. Gerçi derecesi okşuması mı Xitay'ımız olun ba, Xitay'a azırak ba ama Xitay halkını izlevatıdı. Tibetler mi izlevatıdı, Mongollar mı, Uygurlar mı izlevatıdı. Şuna biz hem de bu başka milletlerge her cihetten hemkarlıkını küçültüşümüz için aldı bilen biz Müslüman Uygurlar buluş süpütümüz bilen biz Xitay'dan nemen talep kılımız. Biz bu qanday qaysi cihetten hemkarlaşalayımız bularına ait yaxşı anlatışımız lazım. Bu hemkarlıkını bağın sırı küçültüşümüz lazım deyme hazırki yeterlik emas yani. Erkin efendim ait yaxşı sözünde tarixni bir quruq hatırlatıp annen için bizden Xitay, Tibet, Mongollarla olan münasibetimizni hakikaten ben Erkin efendinin degan gaplarga qo'shilman. Hozir hakikaten bu bizden Xitay demokratlar bo'lsin, Tibetliklar bo'lsin, Mongollarga falan bo'lgan hamkorligimiz mavjud. Uzun yillar davomlashib keldi, ammo hakikaten yetarli emas. Bunun sebeplerini o Erkin efendi nayet yaxshi şerhiletlerdi. Hem de birincisi hem de bu Uygurlarla bu Xitaylılar münasebette hem de tarixten bir işenç yok. Çünkü Erkin efendi degende bu Xitay degen bir baskınçı bir millet, müstemlikçi. Bizden bölgümüzün desip gelip bugün günde bize bölgünçüler vatan bir hak. Hem de hükümetler hem de halkını ayırış gerek. Normal vakti hükümet rezil boğanlar bazı halk bunda bulmaydı. Mesela hükümet bazı Xitayla emkarlaşkan bilen halkı hükümetin koluşuna atayın. Normal yerli şunda kılette. Oturasiya devletlerimi Xitay hükümeti bilen boğan emkarlık yetim boğan bilen halklar yana Uygur'a istaşlık kılıdı. Türkiye'miş şu, kalan devletilmiş şu diyenler. Hem de bu ama bu Xitay demokratlarımı Xitay Kompartiyasının aşı milletçilik siyasetinin terbiyesiyle uçurgan boğanlık için bulanımı talısı yuyulganlık için bulanı Uygur'la aşı Xitay Kompartiyasının gözü bilen bizde karaydı. Şunun bilen bu yerden arasında bir işençe mesela işençinin turgusu pek ters, onun nurgun yıllar ki de bulanın Uygurların bir değerli eksalını düşünür. Bizden bu ularla bir işençli bulanın şıkırıl bulamda bombaydı değil ona. Şu bu işençin tikleştiğin nurgun vakit yıllar ki de. Bundan sebep yani bizden halkımız mı bunu doğru düşünüş gerek. Doğru düşünmeyi mesela bizi Xitaylılarla bir jinin aysak, demokratlarla. Ularla bir emkarlaşıp kısak, bana bula Xitay'ın kolu diye, Xitay'la emkarlaştı, vatanını sitti etti bula der. Xili paranlığı bol dedi bu. Bu şu davagerler boğan ucun. Ama mesela bu Mao'dan degen Xitay'ın aynı vaxtıda degen, bu şey emkarlaş kılıp onunla barlık güçlerle emkarlaşıp gerektir. O bir faşist, bir rezil bir insan. Ama bu hakikat. Uygur'daki bir sanı az, kendini kullanırken bir dövdü yok bir vasıta. Hem bir özünün bir asker yok. Xitay karşı turallığı. Bunda bir millet. Çokum bu dünyada Uygur'la çıkıp Uygurlarını kollaydıgan her kanda güç, her kanda millet, her kanda nimedinga işinişten kat'i nazar, kanda eğrik boluştan kat'i nazar, kanda türlü sözüşten kat'i nazar Uygurlarını kollasam Uygurlar onlarla bakış gerek, onlarla birleş gerek. Onun için bu Xitay'daki bir nüfusucu, özü bir çoğun, özü bir rezil bir devlete karşı turalaydı. Olmasa okutup Uygurlarını okutup çıtanlar, acımı kılıp, aksa mesela siz Uygur diye Türk, tabii ki Müslüman, bizde takatlan Türkiye dünyada Müslüman dünya yardım sağlamına çatsanız yok bulunandıysa olmayız. Bu dünyada gayrı bildirmişlik bulanın yardımına erişmezsin Türk koluşuna o Xitayga hani kırıl olmaydı. Hani için bu dünyada Xitayga bir bisim kılarlarını atarsan şu gayrı bildirir. Lakin ait Absülanlık elde ama şu Türkiye Müslüman devletler Xitayla münasibeti yıkaraktı. Nurgun vaxtda keçip bağlan Uygurlarını yemeğini Oturasiya devletleri olsun, Arap devletleri olsun, Pakistan'daki devlet olsun, hoşallık bilen Uygur'unu Xitay'a kaytırtırdı bugün günde. Şunu gayet halk dairlik bilen bu davanı edip mağlup olmayız. Şununla bizge şu kim Uygur'a yardım kılmasının derdin bağlı Xitay'ını öldürürsün, cezalardı, Xitay dövdüğünü biz vakti bizler yardım kılaydı etse onu kolu keltiriş gerek. Benim anlığım bir hikayemden de rasmi yarımı takip bağımı yok mu okumayma ama bizim birinci Cumhuriyetimiz 1933 yılı
kurulgan vakta Kaşgar'da. Bu çağda mesela Anglia'nın konsulu şu Kaşgar'da baktı. Anglia o çağda Hindistan'ı bisikletten. Şu çağda anlaşınca Anglia'nın konsulundaki kişiler Uygurlarga biz sizlerin müstakilliklerini kollayınız. Biz sizlerge bu korkalayarak sizlerge yardım kılınız. Dese, meni anlaşınca rasmi ağamı doğru mu okumayın, hem de şimdi adep anladım ben bu hikayeni. O bizdenki şu 33. yılı Cumhuriyet kurgan Uygurlarımız, biz kafirden hiç qanday yardım almaymiz deb, Anglia'dan keladigan qoralayarakni rad qilganmish. Ama eğer bu rast olsa, bu bir tarihi bir hatalıkta mesela. Çünkü 33. yılı Uygurlar Cumhuriyet kurgan bilen, bularning bir zamonaviy qoralı yok. Bir devletni qurish uchun bir qoral bo'lish kerak. Zamonaviy qoral bo'lish kerak bo'libmi? Bu devletni kontrol qilish kerak har birisi. Halbuki mustaqil bo'ldi. Bu jakalıgan bilan ham mustaqil bo'lmaydi. Har kelgida bizlarga askarlar halbuki yo'q turganga. Shu chaqda anlasam Angliyaning shu qoral yaratgan yardım pulini deganni shu birinchi qitim Cumhuriyet İslam Cumhuriyeti qurgan chaqda rad qilganmish. Neticede hem de özleri hem de Xudo şükür şu çağda Uygurlarımız kurup diken korkmayın. Beyde kolda kançılık koral olsun. Kurgan bilen ama uzun ötmeyi Sovyet İttifakı bu Uygurlarının birinci Cumhuriyeti teklifte diz kılıp şu devirde 30 yıl ayrıplan evetip bombardıman kılıp Kağanla Şimsa Ektay Uygurlarla birleşik degендek Uygurlarının birinci Cumhuriyetini hem de yok atkan şu devirde. Eğer şu iş boğan bolsa Anglia'nın berimizden qoralını rad qilgan bolsa bu hakikaten bir tarihi hatalıktır. Şu çağda meyli o Anglia'daki Müslüman bolsun, kafir bolsun, nima bolsun, o sana qoral berip, sana zamanı qoralını berip, yardım qilma degan ki onu elip, dörtün azat qilish kerak. Bu dışarıda. Çünkü aynı vaqtda mesela nurgun devletler, Müslüman devletler mi şu, kalan devletlerinin yardım bilen, mesela birinci Saudi Arabistan desek mi, şu Anglia yardım qilmagan bolsa, o kuramaydı o Saudi Arabistan'da özünün dövdüğünü. Şu Anglia'nın yardım bilen Osmanlı İmperiyası karşı turup, anın için özünün müstakilliğini ağan bir yer. Yani nurgun kalan devletimiz şu, Pakistan'ımız şu, Anglia yardım kılmağımız bugün Pakistan diye devlet mevcut olmayan buladı. Şununla bu bir tarihi reallıkla bu. Şununla bugünkü günde Uygurlarının birisi aldığınız ikilip, sizlerge yardım kılını dese Uygurlarının red kılırgan her qanday sebep, dini sebep olsun, siyasi sebep olsun, milli sebep olsun, şahsi sebep olsun, nima sebep olsun, onu rad qilgan hukuk yok. Bunu qo'shonliklar qabul qilib, bu shu birlashib turkili bo'lgan barliq kuchlardan birlashib, ittifoqlashib bo'lgan, hamma kuchlar ittifoqlashib, hamkorlashib bo'lgan hamma xalqlar hamkorlashib, Xitoy qarshi turish kerak. Buni Xitoy demokratlarga albatta hamkorlashimiz ma'lum darajada bo'ladi. Tibet yıllarına hamkorlashimiz, ular bilan hamkorligimiz g'oyat qo'yib yaxshi. Faolum yo'llarida hamkorlashimiz ularning matbuotlari bizning kenglarda ziyorat qilib xabarlarimizni biladi. Ama haqiqatan har kimday deganda gap aytdi. Men Uyg'urlar musulmon bo'lgan uchun mana qolganlarga e'tiqod qilganlik uchun Xitoy hukumati Uyg'urlarning, Tibetning, Mo'ng'ullarning faolum yo'lni ularning ittifoqlashishini Xitoy hukumati bak qo'paydi bunga. Xitoy hukumati nurg'un o'yin o'ynab bu munosabatni buzdi. Hem bulup mu Uygurlarını Xitoy hükümeti tağanlarga hem buları yetinken, bular doğru var, bular şu rezil küş, bular gelmişlikte bu kıldı diyoruz. Bu degen için özden Xitoylarına bular anim buldu. Anim için bu Sultan'ın bu Xitoylığı devatını mana bu Uygurlar bu Xitoy Kompartiyasıyla karşı yana Xitoy milletiga karşı harmansa bular bu Xitoy hükümetiga saqçılığa hücumlan emas. Bir gün Xitoyni öldürüp atıdı da keng dönemlik teşvik kılmakta Xitoyni işte. Şu an nurgun Xitoyli mi? Bu Uygurlar esi hakikaten özünün erkinliği için kuraş kılatıdı desek, bu öyle Xitoy hükümetiga konsendan karşı durup desek, bizge mi karşı iken, Xitoy halka mı karşı iken de, bana bir tesirat oldu endi bu Xitoyning işide. Şunga elbette bunu bilen hamkorlashishni, hem de qanchalik hamkorlash olaymiz, hem de şu vaziyatga bog'liq albatta. Ama endi yana Xitoy bilan bo'lgan hamkorligimiz hargiz bir Sharq Turkistondan satganning bir isboti emas. Xitoy bilan emas, endi tag'a hammasi bilan hamkorlashimiz. Buningdan o'tib, endi Uyg'ur xalqining dardini biz cho'qin Xitoy xalqiga bilish kerak bo'ldi. Buni tushuntirishimiz kerak-da buni. Shunga nurg'un yig'inlar bo'lyapti-ku, o'tgan oyda
Tayvan rejimi buldu. Onunla Amerika'nın Nuri, Türkiye, Germaniyadan Envercan Akınız, Angliyadan Enver Tokti, Japonya'dan İlham Mahmud, Türkiye'den siyasi oyunuz bir kuşunun ateşi, Tayvan halkının Uygurlarına ait falan sözler geldi. Bu bir yaxşı bir başlangıç. Bunun için daim yoksa bunda hemkarlıkla teknik oldu. Rahmet Alimka. Kirişki başlayana. Alimka sizin ait yaxşı sözünüz. Bir adamda buna bir sual doğulduca ben de erken karışkanlardan sorayım. Mesela ben Erik TV'de nurgun Uygurlarımızdan söhbet kılıç yarıyanda bazı sorayım ki en ahırkı arzuyumuz ne mi o desem birlik, ittifaklık. Hemimiz birlik, ittifak boğan deyinkin bunun her xil misalları bilen birdi değil mi bunu? Şuna olganda bu hemkarlı şekilden mühim hemdi. Hazır biz dep öttük bu keteldeki Xitay'a karşı Xitay komünistleri karşı güçler bilen birlikte hemkarlaştık veya ki Uygur teşkilatlarının hemkarlığı. Yani bu şehitlerde şu hazırki dep ötken şu 4 xil Mongol, Tibet, Xitay demokratları ve Uygurlar. Bunların şu hemkarlıkını bu şu kalgan bizim başka Uygurlarga kay şekilde çöndürüş toğru dep qarayıslar bununla. Bu nayeti mühim bir sual bu. Bizdeki en çok meselelerden biri bu. Halkımızga bular bilen hemkarlaşışınki ehmiyeti. Yani bu nima üçün hemkarlaşımız? Hemkarlaşsak bizge qanda paydası var degan bu meseleni halkımızga nayeti yaxşı anlatışımız lazım. Biz 2000 yılı bu Dünya Uygur Yaşları Kurultayı vardı o zaman. Keyin Dünya Uygur Kurultayı ile birleşip gitti. Biz Estonya'da bir jığın açtık. Bu jığınga Xitayning Demokrat, Avrupa'daki Xitay Demokrat Partisi'nin ki reisi geldi. İsmini unutup kaptım hazır. Bu reis kelgen vaqtida tercümanlıkını ben kıldım yerde. Şu sahnede hemme içiliş murasimida o vaqtida Erkin Alptekin, Dolqun İsa şu vaqtidagi nimalarning ko'pi söz qildi. Söz qilgandan keyin bu xalqimizga mandat taqtildi bu xabar. Yani bizim xalqimiz kitap okumaydı. O'qiydiganlarmi bor, umuman qilib aytganda o'qimaymiz biz. Kuch xabarlari bilan nima qilamizda, hatta bizning dava adamlarimiz bu teşkilatning ki nimalardan hayotida radio anlamaydigan adamlar var. Aldı bilan biz bu xalqimizning ki vaziyetini yaxshi tushunib, bunu bilib, ma'lumot egisi bo'lib, uningdan keyin o vaqtda fikr yurgizishimiz lazım. Türklerde bir gap bor, bilgi sahibi bo'lmay turib, fikir sahibi bo'lmaydi o deb. Bilgiga bo'lmay turib, fikir tefekkür, fikir bayon qilg'ili bo'lmaydi deydigancha. Biz o to'g'ri ma'lumotni egallamay turib gap qilamiz. Estoniyadagi yig'in bo'lgan vaqtida şu tercümanlıkni men qildim, ama keyin o vaqtida to'rbetlarida hamma yerda bu Yaşlar Kurultayı Xitayga bu davani satdı, işte onu qildi, bunu qildi deb bir acayip kuch xabarlarini tarqatdi. Ben cevap berib qaldim o vaqtida. Bu yerda deyilgan narsa shuydi. O Xitaydan so'di bizimkilar. Dedi ki sen nima qilsang, yani demokrat Xitaylar hakimiyet beşiği kelsa sen mustaqillikni beramsiz bizga deb cho'ng yig'inda shunda deb savol so'rdi. So'g'andiki o Xitay dedi ki mustaqillikni birisi bermaydi, uni olsa kuching bo'lsin, o'chsan dedi. O degani to'g'ri, hech qanday bir millat, hech qanday bir davlat bir millatga olsang mustaqillik deb bermaydi. Buning uchun bedel to'lash lazım, mücadele qilish lazım, onu qilish lazım, bunu qilish lazım. Ama Uygurlarning mustaqillikka en oxirgi maqsadga yetish uchun bu pallanpay chiqadigan gap bu. Shunga oldi bilan bir Xitoy demokratiklashsa, Uygurlar bir nefes, bir tinalaydigan bir muhitga ega bo'lsa, uningdan keyin asta boshqa yo'llar ochiladigan gap. Men Türkiye milletler yaşaydigan devletlerge badım. Bu yerlerde demokratik bir muhit boğaçka öz tilini, dinini, edebiyatını,
qo'g'dab qoladigan bir shart sharoit bor ekan. Sen bir millatning tili, dini qo'g'dilib qolsa, undan keyin u mavjud bo'lgan muddatcha bir millat keyin ba'zi maqsadlarga yeta oladi. Shunga buni xalqimizga mushu Xitoy bilan hamkorlashishning ahamiyatini tushuntirishimiz lazım. Hech qanday Xitoy mesela mustaqillik berimi demaydi o. Chiqlar so'raydi bizga. Ya o Xitoy mustaqillik beramdi o. Nima uchun hamkorlik qilamiz deb. Ya'ni biz düşmanımның düşmanı mening do'stim deydigan nuqtai nazardan ular bilan hamkorlashish lazım. Xalqimizga buni shu sizning mesela shunda to'rbetlarida, radiolarda, hamma yerlarda xalqimizga buni to'g'ri tushuntirsak, belki nima bo'lishimiz mumkin. Olim Sitov debdi, Olim Sitov efendim bu. Xitoy qaranglar bu 1 milyar 300 milyon nüfusu var bir devlet hamdi. Bu Xitoy xalqining hammasi nachar emas. Uyg'urni o'ltirsek kessek deydi ama Xitoyning demokratiya bo'lmag'achqa bütün Xitoy axborot vositalari Kommunist partiyaning qo'lida bo'lg'achqa bular hammasi ta'tu tashviq qilib Uyg'urlar bizni xalqqa o'ch ko'kitib o'zi bir tarafdan bostirib, undan keyin xalqning qo'li bilan bostirib, xalqlar orasidagi dushmanlikni kuchaytirib Uyg'urni munda joylashtirishyotir. Shunga biz buni Xitoy xalqining bizga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirishimiz uchun qo'limizdan kelishicha to'rbatlar aytishimiz lozim, radio programmalari qilishimiz lozim. Her xil yo'llar bilan qanday yo'l bo'lsa Xitoyga ulasha oladigan, Xitoy xalqiga anglata oladigan buni biz icra qilishimiz lazım. Mesela biz 2007'de herhalde Olim Sitov'un barda biz New York'ta bir yig'inga qatnashdik. Örkeş batı o vaqtida. Ondan keyin Amerika Uyg'ur jamiyatining bütün rahbarlari batı. Bu yerdagi boshqarish heyetining a'zolari, O'rta Osiyodan kelganlar batı. Shu yerdagi yig'inda bütün demokratik Xitoylar hammasi biz mesela ben Xitoyning ma'rif siyosatini anlattım. Yani birisi her jihatdagi Xitoyning bugungi Uyg'urlarga ilib berayotgan besim siyosatini anlattık biz bu yerda. Anlatsak Xitoydan birisi qo'pab dedi ki, ya dedi agar Xitoy, men bir Xitoy millati bo'lish supatim bilan agar sizlar da'vatgan mushunda bo'zgitayotgan bo'lsa Xitoylar, Xitoy Kommunist partiyasi, men Xitoy millati nomidan sizlarga afu so'rayman deb sahnaga chiqib bizga ta'zim qilgandan keyin Amerikalikdan birisi qo'pab dedi ki biz mushu nigerlardan mutlaka afu so'madik. Bu Xitoy degan nima degan fazilatli millat deb derhal anda dedi. Ama bu yerdeki o Xitoyning qo'lig'idan xabari yo'q. Hamda o Xitoy samimiymi onu bilmaymiz hamda. Ama Xitoyning ajinda bir siyosat mayli Tayvanda olsun, her qanday yerdeki siyosatda deydi. Uyg'urlar baxtlik polo yeb, kebab yeb, sloynab, bunda intihomga kirsa 20 nomer qo'shib beradi. Hech qanday millatga pichoq asqılı qo'ymagan vaqtida Uyg'urga pichoq kesishga ruxsat qiladi. Xitoyning eki balasi, Uyg'urning Xitoyning siyosati Uyg'urlarga yaxshi deydigan bu iddiani dunyoga singdirib etiklik. Bu qanday singdirgan deysan, o biz mamlakatdagi vaqtida bilamiz, Xitoydagi vaqtimizda. Xitoy matbuotlarining hammasi Uyg'urlarga ilib berayotgan besimni hech qanday televizyondan ya gazetda yozmaydi. Fakat Uyg'urlar doppini ki bu so'ynayotgan, naqsh o'qiyotgan baxtlik bir millat deydigan mandanimin bir hozir Xitoydan so'sa mesela bu BBC'ning Olim Sitov programlari qatnashgan vaqtida bo'lsin, Rabia Qadir xonim qatnashgan vaqtida bo'lsin, ash Xitoydan telefon bilan asha suva so'g'anlarni anladim. Ya Uyg'urlar shunda yaxshilik qilvasak, nemish bizni bunda bizga hujum qiladi, bizni bunda bölüşki tirishvatidi. Bizning siyosatimiz nima degan yaxshi deydigan mushunda savollarni so'radi. Bu Xitoy matbuotining bergan xato tashviqotidan kelib chiqqan idea. Biz buni o'zgartirishga tirishimiz lozim. Buni o'zgartib Xitoyning hissdashligini, shu Xitoy xalqining bizga bo'lgan hissdashligini qo'lga keltirish jihatida xizmat elib berishimiz lozim deb o'ylayman. Bunun qilishga tegishli ish yo'q. Bu keyin maxsus bu jihatda program ishlasak bo'ladi. Yani televizyon
kuruş, radyo açış, torbiti kuruştek nurgun hazır içtimai taratkularına güçlendi dünyada. Hazır vatanda bir işi olsa derhal işki mıntıçıda kolumuzga kip buludu. Bu şart şaraytın paydalanıp Xitayga qanday qılıp anlatımız. Bularni xalqqa Xitay xalqiga to'g'ri tushuntirishimiz lazım. Uyg'ur xalqiga to'g'ri tushuntirishimiz lazım. Yani Xitaylarga o musulmonlik, İslamiyet degan o sana Xitay teşvik qilgandek onda cihad deb adam öldürdigan bunda bir din emas. Bu İslam'ın evzelligini mi? Bunun İslam dininin günahı yok. İslam'ını icra kılıvatkan insanların bazı hatasını ekilip İslam dinine nem kılış to'g'ri emas yani. Şuna ben bir yerde halkımızga Xitay bilen elip bardigan muşu hemkarlığımızın evzelligini, qanday hemkarlık elip basak nima foydasi va nima ziyni va bularni xalqimizga anlatishimiz lazım. Ama bu yerde yana bir nimani deb qo'yay. Şimdi Alim Seyitov 1933'te kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne İngilizlerinki yardımı doğrusunda binası dedi. Bu Erkin Ekrem'nin iki Cumhuriyetinin ağdırılışı deyildiğin bir makalesi var bu Tayvan'da ilan kılıngan. Ben bu ilmi tadqiqatlarda, tarihi mənbəlerde bunda bir dersini okumadım, bunu görmedim. Ama o vaxtıda bu iki Cumhuriyetinin yemirilişindeki bu İngiliz, o vaxtı Pakistan, Hindistan, İngilizler üyede bu Japon axbarat, Japonya'nınki bu istihbaratının, axbarat idarəsinin bazı məxfi arxivləri aşkarlandı. Ben üyeden okuğunumda hem de Mehmet İmin Buğra bu bilisle Hindistan'a çıkdı. Hindistan'a verip bu İngilizlerden, Afganistan'dan o şu kural yardımını ilip onun deken Xotan'ga yana qaytib berip devlet kurma deb sepdaşları bilen birlikte keçip 1934'te bu Cumhuriyetlerden kılgandan keyin bilisle Hindistan'a vardı. Hindistan'a vargandan keyin bu İngilizler sulap koydu bu Mehmet İmin Buğra. Şimdi bu yerde o vaxtda da İngilizler işte sizlerge yardım kılayla deydiğine o vaxtdaki dünyanın vaziyeti o vaxtda da İngilizler komünizmge karşı Rusya'ya karşı Xitay komünizmge karşı ama Gomindan'ı o vaxtdaki şu Xitay'nın kendimiz Gomindan'ı İngilizler kollab kuvvetleydi de bu Cumhuriyetinin bu ikili Cumhuriyetinin ki ağdırılıp ketişideki en mühim sebepler o vaxtdaki şu xalqara münasibetler, devletler arasındaki tenponluktan tüpeyle, dünyanın vaziyetinden tüpeyle nem kılganda o. Şuna bir yerden de o materyalini bir izlenip bakışımız lazım. Hem de onda bir menbe ben okumadım yani. Rahmet Erkinka. Alımka bağımsız çüketten oldu. Ben bağ. Hani bu şu Erkin Efendi'nin ayeti doğruydu mu şu Xitaylı'nın qanday terbiyeye uçrab Xitay halkının kalısının qanday juyulup Uygurlarının vaziyetini qat'i yaxşı bilmeydiğanlığı hem bu şu Uygurlarını Xitay'ın ayakı balısı bulup Xitay'ın nihayet yaxşı siyasetler bilen qaralğanlığı degендek. Elbette bu Xitay Kompartiyası hem de Xitayda 1,13 milyar xalq bolsun, hem de Xitayda adamlarning kalısını sistemini qalda bir juydigan bir devlet yoki bir partiya chiqarilishi bo'lgani yo'q. Ilgari Hitler Germaniyasida Goebbels degan ularning tashviqot ministri shu chaqda shu Amerika bilan g'arb tarafdan shimol tarafdan O'ruslan askarlari Berlinga bosib kirgandimi tashviqotda radioda so'zlab eng oxirgi g'alaba yana German xalqiga bo'ludi deb shunday so'zlab shunchalik German xalqini qayil qilib yoki aldab qilolgan endi. Uningdan qalsa endi bu dunyoda shu Xitoyning tashviqoti. Yani degandek Xitoyning tashviqoti endi Xitoy xalqining kalisining tamoman juyilishi, birisi Uyg'urni past ko'rishi, dafsani qilishi, ham Uyg'urlar yaxshi kun ko'rdi degan mushu bir xiyolga kelishlar Xitoyniki hükümetinin teşvikatının sebebinden boğatıda. Yani bir kancının aldıda ama o Amerika'ya bir Falun Gong bir kızla sürüş kaldım, Xitay kızıyla. O Xitay kızını tutup
Türmege yaptırıp bir közünü kuyu tutken, bir közü kargobuk tutken okulandı. Şu sebepti. Şunun da ona sözleşip, şu Falun Ola 9'lu paralışı keyin bu şu Xitayning tarbiyasi to'g'risida sözleşip kaldı. Mesela şu 20 yaş kızım için o deydi Xitay hükümeti bizni Xitayning kichigimizdan tortib o'rgatadigan narsa birlam deydi. Daha deydi. Onu daha kıl, buna daha kıl, onu daha kıl, onu yokat, bunu yokat, bunu yokat, bunu yokat, buna karşı dedi. Şununla biz Xitayda mekru muhabbet degen bir şey yok dedi. Çünkü bizge mani yaxşı ko'y, mani hürmetle, mani qadrle degen bir tarbiya yok dedi. Ayşe kichigimizdan tortib ayşe o yesliden tortib vücudunu daha ama Uygurlar kes daha sen go'shli, daha fili, daha şu bu bo'lgan ekan biz Xitoylar shu cho'ng bo'lsa Xitoy hukumatining tarafini ko'rsak shu cho'ng bo'g'icha uni daxilini buni daxilini kallamamizni tushunib ketdi. Endi buni ya bu razlikka uni yo'qotishimiz kerak, buni yo'qotish kerak. Shu bizda Xitoylar shunday cho'ng bo'lmaymiz. Bundan kallamamizni muhtoj yurdi. O'ylab baksam aytib to'g'ri ekan bu uchun. Bu Xitoyni endi bizim endi vatanda hisobda Xitoyning ma'rifi asli cho'ng bo'ldik. Nozik vaziyat o'qigan vaqtlar qaraganda texnik nachar. Nima qarasa endi shu Xitoyniki faqatlan birdan tado indi go'rdi, tado medi go'rdi. Tado shorbi, tado suya shurungi, tado bizga shunda cho'ng bo'lganda emasdan. Amerika imperializmi, Angliya imperializmiga, Sovet shujungiga, yani bizimga shu qarshi turishdan boshqa bir nima yo'q-da bu hukumatning. Shunda bo'lgan ekan bu Xitoylar shunday hamma narsaga qarshilan bo'lib cho'ng bo'layotgan birisi, yana birisi shu dushmanliklar anan ekan kalsa asosan yurib ketib Xitoy hukumati shunga hozir har haftada bir qitim ishqitim jazoginish qilgan ekan kalni birlashtirib Gongsandan oqsagan sizg'ida mandurgan deydi. Shuning natijasida Xitoylar emas, nurg'un Uyg'urlar shunday o'ylaydi nurg'un narsalarni Xitoy hukumatining siyosati bilan ma'lum degandek. Shuningga bu Uyg'urlarda bunda bir ideyanın olup şekillenishi ham Xitoyning shunday bo'lishning şekillenishi shu. Shuni erkin apanda abay degandek endi buni endi bu Xitoylarga endi biz bu Xitoyning kalisi shunday program bo'lib qo'yganda, bu programni o'zgartirish kerak endi. Ularni tushundirish kerak, bildirish kerak Uyg'urning haqiqiy amaliy aksoni. Buni tushundirganda nurg'un bir to'g'ri niyatli Xitoyning asl mundameti biz sizlarga ait yaxshi siyosat berdi, planni to'g'ri qilmaydiga, baldan ishkini 3 narsani bo'lib ekan, oliy maktab imtihoni natijasi to'g'ri bo'lsa bo'lgan, bu manda deb o'ylaydi. Albatta u ham Xitoyning tashviqoti ham oldamchilik. Shunday Uyg'urlarni tushuntirishimiz kerak albatta abay degandek. Bu Xitoylar bir so'rini o'tirib, yig'ini o'tirib so'zlab turgan, bu vatan millatini sotganligini ishi qaramagan narsa. Bu vatan milletini situatkanlar, Nurbekli barçılıkki milli munafiqlar aletledik. Şununla çetel dava qatkan Uygurlardan özümüzden qarata xatirjam bo'lish kerakdir. Yani birisi hem de Xitoy tek bir müstemlikçi bir devlet. Bu Uygurlarni besog'an ekan, Uygurlarning Tibet va Mong'ollar. Endi bunun siyosiy shu mustamlika xarakterlik bo'ladi. Endi mustamlika xarakterlik bo'ldi deganda endi bu Xitoy hukumati hargizmi abay degandek Uyg'urlar ittifoqlashsin, hozir Uyg'urlar abayni Abdurahmon degandek ba'zilarning orzusi Uyg'urlar birlashsa, ittifoqlashsa, bir-birini himoya qilsa degandek. Hozirgi vaziyatni endi nima uchun bu ozroq deganda bunday bir vaziyat. Chunki endi Xitoy hech qachon Uyg'urlar birlashsin, Uyg'urlar taraqqiy qilsin, Uyg'urlar birlashsin, Uyg'urlar ittifoqlashsin, Uyg'urlar ro'naq topsin, Uyg'urlar boy bo'lsin demaydi. 49-yildan tortib hozirgi siyosat shu Uyg'urni parchalab, vayron qilib, Uyg'urlar ichki yurtvozlikni kuchaytirdi. U yurtlikni bilimi davatgan, bu yurtlik ayurtlikni bilimi davatgan, shundayda bo'libmi ziyolilar orasidagi yurtvozlikni kuchaytirdi. Uyg'urlar bilan qozoqlarning munosabatini buzayotgan, Uyg'urlar bilan O'zbekning, Uyg'urlar Qirg'izning, Tatarning, O'rusning, bunun bilan munosabatini buzib, Xitoylar yeydigan siyosati bor. Onu parchalab boshqarish orqali. Şu Uyg'urlar qozoqlarni yomon ko'rgan, qozoqlar Uyg'urlarni yomon ko'rgan, Uyg'urlar O'zbekni O'zbek. Bu shunga o'xshash vaziyat nihoyatda keskin.
Mesela bizimki 2. Cumhuriyet'te elbette erken efendi tarihini benden pek yaxşı bilirdim. 2. Cumhuriyet'te mesela bu Urcu'da kurulgan Cumhuriyet, onun da Uygurlarla emas, Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Tatар, hem millet, hatta Moğol'dan tartıp, Tungan'dan tartıp birleşip Domin'dan karıştırgan da şu çağda. Bugün günde bolsa hazır Uygurlar bilen Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar o devirdekidek onda birleşip Xitaylığa karşı turmakla. Asasen Uygurlar karşı turladı. Kalan milletler hem de özünün müstakil devletleri bolgandan keyin asasen özünün devleti badep hem de bu işlerga birsidek alışıp ketmeydi. Yani birisi Xitay hükümeti şu Uygur bilen kalan şu milli kıyırdaş milletlerle bolgan münasebetni buzub ketkenlik üçün bir-birini düşman kılıp Şarkı Türkistan obdan kontrol kılmagan üçün hazır hakikaten kalan milletler arasında burungudek unda ittifaklar yok. Ancak Uygurlarımız kişi de mu hem de Xitay hükümetinin siyaseti şu Uygurlarını koyunun büyüsünü şu parçalıkandaki parçalaş boğanlar için işki cihetim. Uygurlar mı? Ancak Xitay hükümeti mi Uygurlarını özlerge çağda Uygurlarını başka kırançakta şu en münafık, en satkın, en özünün milletini caylıgan ve satkan Uygurlarını gösterip hem şunda kısa kalan Uygurlar mı? Yani ösüşünün, baybuluşunun yolu şu boğanlık için kalan Uygurlar mı? Aslında ben özümendisem, başka kolumendisem kalan Uygur'un yetişimi gerekken satsam baybolumenken, başka kolummenken de şu 65 yıldan yakın bu şu yolunu tanıdıganlar için hazır Uygurlar'ın şimdi şuna aylık tenişlik farklı yok. Birbirini çıktı Xitay'da. Xitay'da yaxşı görünüş için vatanını setişlenmeme, birbirini setiş. Uygur milletçi, Uygur mal sorunu manda sözlegen, Uygur Xitaylık öş, Uygur Hanzulime Xitay'daydı o andakılı da bir Uygurlarını hem de uzun yapımsı Uygur'un kolu bilen caylar kendekti. Şu sebepten hem de bu Uygurlarının psikolojisi mesela 65 yılının aldığındaki Uygurlarının psikolojisi mecazı birbirini kollaş, birbirini yöllaş, birbirine ittifaklaşıp Uygur halkının menfaati için ortak güreş olsa, bunundan sırf Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Boros, Moğol, hatta Tunganlar bilen birleşip Şarkı Türkistan'ın davasını kılış hem menfaatini qoğdaş olsa, bugün 65 yıllık Xitay komünistlerinin müstemlik siyaseti sebebinin hazır Uygurlar birbirlerini caylaydıgan, birbirinin gaybetini kılıdgan, birisi sel özü tatıp destek pişirirdigan, Uygur aslı dijital çıksa Aprıplan Xitay'a çakıdgan, Aprıplan uğulan emas, hatta yügrep eriplan birisinin ailesi eğri sakal koyup ayalı bir yağlık çekse deriplan Xitay'nın qorallık askerinin uyuyu başlap kirdigan, muşunda vaziyetke ilip geldi de, mesela Kaşkay'da ötken yılı boğan vakayalı karşı özümüzün Uygurları mesela, Uygur ayallar, Uygur ailesini çıkıp sakal koydu eğri ayalı cümleli tatı, yağlık tatı der, Xitay'nın qorallık askerlerinin başlap gelip, ailede topmuş bulup, bir ailelik Uygur'unu Xitay'la bombit hapis öyünü öldürmedi mesela. Neticede bu çapkan işki Uygur ayalını öyünkiler boğuzlap öldürmedi mesela. Şunun hem de muşunda vaziyetine karşılar, nurgunlarda hem de bu Xitay hükümeti Uygur münafıklarının emkarlığı siz bu Şarkı Türkistan'ı başaramayız Xitay hükümeti. Xitay hükümeti bu şu Uygur münafıklar hem de Xitay hükümetinin işleri şunu arkalık kalan Uygurlarını başkurdu. Çünkü bu Xitay halk raskafını kısa hazırlıkça bu Beijing'deki bu başka Uygurlarını hem de bizim vatanda yaşa bizler Birli çoğun bulup ançımıcı Uygur sözleydiğin Xitaylar Uygur'un qanday millet ekanligini bilgen bilen bu hakimiyet üstüde tuğan Beijing'deki Xitay başlıklar hem yötkep kelgen Abdurrahman Marjan Türüşendek manda ular Uygur ne iş bilmeydi, düşünmeydi. Ular fakat müşkü münafık Uygurlar arkalı ma koçida manda şifa, ma belde qanda boğatın, ma'nı oydu manda boğatı deyimizse Uygurlar o Xitaylar bilmeydi, o Xitay'nın askerimi yügrep kırmaydı manda da. Şununla bugün günde 65 yılın yaşı Xitay'nın başında müstemlik siyasi sebebinin Uygur'un setiş, Xitay akışı yaxşı buluş ve bunu bir hayatının yolu, can bekişinin yolu, ösüşünün, başlık buluşunun, politikişinin yolu yapılıp, nurgun Uygurlar ait efsus, bu şu yolun kirip, özünün vatanını setip, özünün halkını
Ayşe Xitayga küstü. Muşunda bu. Hani şu sebepten bu psixika endi nurgun narsa Uyg'urlar albatta kegidan boshlab bunda bir nachar bir millat emas. Qiyni buzuq bir millat emas. Bazı Uyg'urlar deyish mumkin, "Ajab Uyg'ur bo'lganimdan pushaymon qildim" deb ang'zim 7 ayning 5-dan keyin ba'zi Uyg'ur shunday deb so'zlab qopti. Xitoy bo'lgan bo'lsam, boshqa millat bo'lgan bo'lsam, Uyg'urning qiynida chata yo'q. Uyg'urning millati chata yo'q. Uyg'urlarning bugungidek shunday bir psixika bo'lishi, bir-birini g'ajishi va g'aybat qilishi hammasi Xitoy hukumatining shu mustamlika siyosatidan kelib chiqqan. Ashning o'soli. Shunga biz azaldan mustaqilga o'xshaymiz. Qiynimiz buzuq o'xshaydi. Biz ashunda axatning g'aybatni qilgan axatni joylaydigan millat o'xshaymiz deb o'ylamay, har bir Uyg'ur to'xtamay g'aybat shikoyatini to'xtatay. G'aybat qilgan odamning gapini qilmay, anglamay. Bilsa, yugurib kelib mening uyimga g'aybat qilib qolgan bo'lsangiz, manda deb tursiz, bu mening eng yaxshi do'stim demak, bir parishlik bilan ish qilay. Deyish kerak. Abi har kim bilan yaxshi qildi, bu ma'u ko'chining paranay, ko'chining g'aybati bilan qaror chiqarib ish qilmay. Bu bir amaliyat, bu rost bo'lgan gapmi, bo'lmaganmi, rost shundaymi, emasmi? Yani bir xabar ko'rib, gezi jurnal qilib, bir radio anglab, bu dunyoning bo'lyapti, amaliyat bo'lyapti deb ma'no bilan ilmiy shaklda bir mansa Uyg'urlarning asli bu g'aybat shikoyatmi aldiydi, quruq parangmi aldiydi, uni buni chekishlab baxmaydi. Ananikin Uyg'urlarga tinchlik, ittifoqlik, birlik kuchaydiganga Uyg'urlar orasida kuchaysa Xitoy hukumati texim qo'qaydi. Uyg'urlar kuchli bo'lgan chog'da qolganlar bilan hamkorlashib, qolganlar bilan birlashib texim oson bo'ldi. Ananikin bu Xitoy hukumatiga qarshi texim bir cho'ng ishlarni qilib bo'ldi. Rahmet Alim aka, etraflık yaxshi so'zdingiz. Hozir sizdan yana bir ishkaylanmış tashviqot to'g'risida sizda pasa deb degan yana bir necha xil savollar bo'pti. Bizning bugun 3 soatlik emasmi vaqtimiz? Bir keyingi haftalarda yana sizning bir muvofiq vaqtingizni to'g'rilab, yana bir ayrim xat yozganlar bo'pti. Hozir muqanda buni so'zsangiz yana uzun so'zlashga tegishli deb qarayman-da. Hozir Erkin Ahmet akimizmi vaqtini atışdım ben nima ayrım bir temada kelar hafta ayrım bir so'zlasam deb hozir chiqib ketdi. Şu alimki sizga ko'p rahmat. Bugunlik hozirgi bir ishga muzika bilan bugungi radioni bu yerda oxirlashtiraylik deb o'yladim. Yani bir necha xil savollar sizga yozilgan savollar bo'pti. Bularning shu tashviqot temasi, shu hozirgi hamkorlik haqida bir necha savollar bo'pti. Bularni bir kelar hafta yoki ondan keyingi kunlarda sizning bir muvofiq sharoitingizning to'g'ri kelgan kuniga bir yakshanba kunisi qayta ko'rishgan bo'lsak. Oldu chata yo'q. Ma'qul Alim aka, unda ishlarimiz utuqliq bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat sizga aka. Rahmat Abdurahman. Rahmat aka. Ma'qul. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Xo'sh, xudo rahmat, xo'sh. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugün radyonun 3. sani Erik Uyghur Radyosu namıda bugün 3. haftada bugün Amerika'dan Alim Sitoh efendim, Türkiye'den Erkin Ahmet efendimle bilen birlikte 3 saat vaktimizni ahırga geldik, 15 minut vaktimiz kaldı. Aziz qarindoshlar, Alim efendimden ve Erkin efendimden söhbetlerini Naq meydandan anlayalmay qolganlar bo'lib qolsa, YouTube arqılıq şu uygurradyo.com adresi gelsanglar YouTube'da aldığın haftadaki anlatışlar dep muşularni yine arxiv şekilde qo'yib qo'yapmiz. Bu yerdan anlab foydalansanlar bo'ladi. To'g'ri fikrlarni albatta har zaman qabul qilamiz. Radio anlıqçılarımızın arasında mı yeni fikir bağlar bo'lsa, her zaman bizge her yakshanba kunisi Türkiye vaqti saat 16'dan 19 araliqda 3 saat davom qiladi. Bu şu vaqtda Naq meydandan bağlanıp bizge Skype arqılıq Erik Çekit Radio muşunu qo'shib eliblar bizga gap qilsanglar bo'ladi. Programmamızın axırına bir ishki naqshi bilan oxirlashtiramiz. Xayr xo'sh, kelar qitimliq yakshanba kuni ko'rishguncha hammanglar omon bo'linglar.
boshing egib tazmayla shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qora, yuragi oq shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun. Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Elim uchun, yurtim uchun yaratmishdir bizni Xudo vatan uchun. Nima qildik vatan uchun? Kerak bo'lsa jonim fido
bana. Yok seninle kostamana. Neden güzel dastan bana. Yok seninle kostamana. Ben kutunda kıyıp yandım. Sen düşmez gülhanama. Ben kutunda kıyıp yandım. Sen düşmez gülhanama. Betini sen mukaddes benim bağrım. Vetinim şan şükredim benim bağrım. Kalbimde min var. Dar bizge tutar. Güllerini kazan eyle. Dilimini bastırma. Güllerini kazan eyle. Dilimini bastırma. Vedinim sen mukaddes benim bağrım. Vedinim şan şükredim benim bağrım. Çöllerde düşmey arman. Çileklerin düşmey arman. Elimize büyük mehsen. Bizler umutlar zaman. Vedinim